Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ushbu darsligimiz o'sha GPP tekshiruvdan o'tayotgan dorixonalarga mazmunli, foydali bo'ladi degan umiddamiz. Bo'lmasam boshladik. GPP o'zi nima degan savolga javob berishdan boshlaymiz. Va birinchi bo'lib va u nimaga kerak? Kim aytadi? GPP so'zini ma'nosi nimani bildiradi? Sizlar aytinglar mana zaldagilar. Yaxshi dorixona amaliyoti. To'ppa-to'g'ri aka. GPP ingliz tilidan tarjima qilinganda Good Pharmacy Practice, ya'ni yaxshi zarur dorixona amaliyoti degan ma'noni bildirar ekan. Nimaga O'zbekiston bu standartga o'tyapti, nimaga tekshiruvdan o'tyapmiz degan savollarga ko'pchilik javob topolmaydi. Ko'pchilik o'ylaydi, inspektorlar mana pul qilish kerak, davlat pul tushirish kerak edi, o'shanga boshlandi, tekshiruv boshlandi deydi, lekin qattiq adashadi. Kim aytadi? GPP tekshiruvdan nimaga o'tyapmiz biz? GPP bu xalqaro standart. Biz xalqaro standartlarga yaqin bo'lishni xohlayapmiz va dorixonalarimizni GPP tekshiruvdan o'tkazyapmiz. Nimaga? Noto'g'ri saqlab sotib olinyapti. Ko'p dorilar noto'g'ri saqlanyapti. Umumiy qilib aytganda dorixonalarda tartib, sifat tizimi juda ham past darajaga tushib ketgan, xizmat ko'rsatishdan tortib dori vositalarini saqlashgacha. Shuning uchun davlat o'sha o'zimizning Sog'liqni saqlash vazirligi, prezidentimizning qarorlari bor, 25-yilgacha sog'liqni saqlash tizimini yanada nima deydi, takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi shu qarorga ko'ra 2024-yil oxirigacha tarmoqli dorixonalar, 2025-yil oxirigacha, shu yilning oxirigacha respublikadagi barcha yakka tartibdagi dorixonalar GPP tekshiruvdan o'tishi kerak. Endi GPP'ni nimaga kerakligini bitta tushuntirib o'tmoqchiman sizlarga. Hozir aytdik, noto'g'ri saqlayapmiz degan misol keltirdilaring. Oddiy misol o'sha nazoferon spreyda misol qildik sizlar bilan. O'sha nazoferon spreyining tarkibi interferon 2 alfa oqsili bo'lib, u juda ham haroratga ta'sirchan oqsil hisoblanadi. U 2-8 gradusda saqlanishi kerak. 2-8 gradus, ya'ni xolodilnikda sovutgichda saqlanishi kerak. Lekin ming afsuski respublikada men endi o'zimni praktikamdan kelib chiqib aytaman, ko'rgan aptekalarimda, Farg'onada ko'rgan aptekalarimda 70%, может 60% xolodilnikda turmaydi-da. Kuzatuvchilar ham o'zlaridan misol qilib olishi mumkin. O'sha dorilarini xolodilnikda turibdimi, turmayaptimi? Hozir borib ko'rsin, nimasi ochib ko'rsin, polkani ko'rsin. Qayerda turibdi? Dorixona egalari sizlarga ham mana topshiriq. Ertaga dorixonalarga boringlar, xodiminglar qanday saqlayapti dorini. Bitta tekshirib chiqinglar. Endi 2-8 gradusda yozyapti zavod, bekorga yozmayotgandir. Ukrainada Farmak degan zavod ishlab chiqarayotgan bo'lsa, u o'sha 2-8 gradusda saqlansin deb yozib, o'ziga o'zi bosh og'riq qilib, misol qilmasa kerak. To'g'rimi? Demak, qanaqadir bir qoidasi bor. O'sha oqsil 9, 10, 20 gradusda, hozir mana 38 gradus bo'lar ekan bugun. Saqlanadigan bo'lsa, polkada agar konditsioner yoqmasangiz 38 bo'lib ketadi ichkari ham. Saqlanadigan bo'lsa, demak u oqsil tuxum pishgandek pishib qoladi. Va odam oladi uni 50 ming so'mga sotib oldi deylik. Endi tasavvur qilinglar, puli ko'p, 10 million oylik oladigan odam 50 ming so'm hishtim emasdir. Lekin bozorda arava tortadigan, ko'chada mardikorchilik qiladigan yoki maktablarda uborsachilik qiladigan, farroshlik qiladigan odamlar bor. Ularning farzandlari kasal bo'lsa, doktorga borsa, nazoferon spreyni 2 mahal, 3 mahal sepasan deb yozsa-yu, oxirgi puliga non olmasdan shu nazoferon spreyni olib, ko'tarib, olib borib sepsa-yu, effekt olmasa, kimga zarar? Kim javob beradi bunga? O't shu savollarga javob tariqasida sizlarga men bitta narsa aytaman. Respublikadagi hamma dorixona GPP standartiga o'tish kerak. Bo'ldi, tamom. Boshqa narsa yo'q. Yo o'tadi, yo yopiladi. O'tmasa, yopilsin, ishlamasin, zarar ham keltirmasin. Ras aptekachilik qilish qo'lidan kelmayaptimi, farmatsevtlik qilish qo'lidan kelmayaptimi, kartoshka piyoz sotsin, zarari kamroq bo'ladi-da. Aynigan kartoshkani odam ko'rib ham betiga soladi keyin. Bu nazoferon aynimaganligi ko'rinmayapti-yu. To'g'rimi? Bu bitta nazoferonning o'zida. Endi kelinglar sizlarga hisob-kitob tariqasida boshqa dorini ham bir misol keltiraman. Essensialda ukoli bor. Essensialni fosfolipid tarkibli, o'sha yog'simon moddalar, o'sha nima deydi, dukkakliklardan olinadi. O'sha bitta essensialni pachkasini olish uchun 200 kiloga yaqin dukkak mevasini siqib, sokini tayyorlanar ekan. 200 kilo. 200 kilo nima deydi, nimasi bor, aytaman. Soya dukkagiga o'xshagan dukkak bu ham, o'sha loyaga o'xshagan narsa, uni yog'ini siqib, ichidan bitta pachka 5 dona ampul olinar ekan.
O'shaning uchun uni qimmat. Bittasi necha pul osiladi? 40 ming so'm. 5 tasi 200 ming so'm bo'ladi. Bitta pachkasi 5 ta dona bo'ladi, 200 ming so'mga tushyapti. Necha pul sarflaydi odam? 200 ming so'm cho'ntagidan yo plastikidan pul sarflab olyapti. Endi uni noto'g'ri saqlab bersakchi, u kerakli effektni bermasa-chi? Hech kim hozir nima qilolmaydi, garantiya bera olmaydi u effektni berayotganiga yo bermayotganiga. Chunki biz bilmaymizda, uni ham effekti sizlarga aytsam, ko'rinadigan darajada emasda. Jigarni tozalaydi, yog'larni eritadi deydi yoki o'sha homilador ayollarda ko'ngil aynishini qoldirishga ishlatadi yoki yana boshqa juda ham ko'p jigar tomonlama ta'sirlari juda ham ko'p ishlatiladi. Nima deydi? Gastroenterologlar, gepatologlar, endokrinologlar ishlatadi. O'sha effektni boshqa dori bilan yopib ketayotgan bo'lishi mumkin-da. Kelinglar tasavvur qilaylik, o'sha polkada saqlanayotganlari effekt bermayapti, xolodilnikda saqlanayotganlari effekt beryapti deb tasavvur qiladigan bo'lsak, biz demak polkada saqlanayotganlarini zarar keltiryapti, zarar aholiga, cho'ntagiga zarar yetkazayotgan hisoblanamiz, to'g'rimi? Kim biladi, kim aytadi, bitta aptekada nechta pachka sotasizlar bir oyda? 5 pachka sotasizlarmi? 2 pachka sotasizlar. 3 pachka. Sizlarchi? Siz aptekada necha pachka? 5 pachka. Sredniy men bilaman O'zbekiston bo'yicha mana siz 5, siz 3, 4 pachkadan ketdi deylik. Sredniy. Nechta apteka bor? 13 ming ta apteka bor deylik. 4 pachkadan sotdi bir oyda. Qancha bo'ladi? 52 ming ta bo'ladi. To'g'rimi? 13 million ta bo'lib ketdimi? 52 ming ta bo'ladi. 52 ming ta bo'lsa 1, 2, 3. Endi buni bitta pachkasi 200 ming so'm ekan. Ko'paytiraylik. 2 ni 52 ko'paytirsak 104 a? 104 bo'lsa hamma nolini qo'yib qo'yamiz. Bu yerda 5 ta, bu yerda 3 ta. Demak 8 ta nol qo'yishimiz kerak. Bu degani 104 1 qanday desam ekan? Million 10 milliard 400 million so'm. 10 milliard 400 million so'm. Katta summa. Hozir biz Nazafironni hisobladik, ikkitadan sotilsa qancha dedik? 1 milliard dedik. Esensalda 10 milliard zarar kelyapti ekan. Endi misol 113 mingdan 100% xolodilnikda polkada saqlanmas, uni ham hisoblamadik. Mayli 10 milliard emas, 5 milliard zarar qilsin, yarmi saqlamayotgan bo'lsin. 5 milliard pul katta emasmi? O'zbekiston uchun aholiga chachib olsangiz bo'lishi kamdir, lekin 5 milliard kimda bor hozir? 5 milliard chiqadimi cho'ntagingiz? Chiqmaydi-yu. Uydan ham chiqmaydi, sotsangiz ham chiqmaydi. Bu degani GPP'ni foydasi dorixonalarga emas, aholiga ko'proq foyda keltiryapti ekanda. Lekin dorixonalarda ko'proq gruppalarda kommentariyalar o'qiyman, alam qiladi-da. Misol afsus qilaman, nimaga shu darajada odamlar biznesni o'ylab ketdi-da faqat. Pul topishdi. Cho'ntagidan ketayotgan rasxodni o'ylayapti, lekin aholiga kelayotgan foydani hech kim o'ylamayapti. To'xta, men mayli 20 million, 30 million sarfladim mana shu GPP uchun. Men yaxshi ishlayotgandim-ku, lekin butun O'zbekistonda boshqalar ham yaxshi ishlashni boshladi-ku, endi yaxshi bo'lar. Ertaga siz o'zingiz aptekangizdan olasiz dorini, lekin sizni qarindoshingiz bordir, boshqa viloyatda kimdir bor, siz aptekangizdan dori olib ketmaydi-yu. Kimdandir oladi-yu. O'shani ham o'ylashimiz kerak. GPP nimaga kerakligini bilib oldik endi. Endi boshlaymiz. GPP standartiga o'tish uchun nima qilish kerak? Birinchi o'rinda o'sha binolarda aytdik, GPP standartiga moslab chiqishimiz kerak. Binodagi o'sha jihozlarga, binoga bo'lgan talablarni GPP standartlari va Sanpin qoidalari bo'yicha moslab chiqishimiz kerak. Ikkita qonun bor, qoida bor, nima? Qonun bor degan bo'lardi, standart. Birinchisi o'zimizda men nimadan ishlayman? Ko'pchilik qiziqadi, qayerdan olyapsiz shuncha narsani deydi. O'zimizda 140 2024 degan standart bor. Shu GPP standart. Shuni ochasizlar, Google ga yozasizlar, o'zimizda 140 2024 ochasizlar, 20 varaqli list xolos. Ko'pchilik aytadi, aka pul ketyapti, konsultantlar katta summa olyapti, konsultantlar unaqa qilyapti yoki qiynayapti deydi. O'zing o't bo'lmasan, o'sha pulni ekonom qil. Mana olib o'qi 20 varaqli narsa, o'rganib ol, bo'l. Yana bittasi mana 071 2024 bu ham 0071 2024
sanitariya qoidalari va normalari deydi. Q va N deydi bunaqa. Sanpin deydi. Ruschasiga sanitariya правила и нормы, sanitariya правила norma deydi. O'zbekchasiga sanpin van deydi. O'zbekchasi qisqartmasi. Shu ikkita standart bo'yicha o'qiysizlar, dorixonani standartga solasizlar. Bo'ldi. Yoki konsultantni chaqirasizlar, ikkinchi yo'li, oson yo'li, konsultantni chaqirasizlar, shartnoma qilasizlar, pulini o'tkazib berasizlar, o'zi kelib hamma yo'qda qilib, so'playni ishlatib, sizlarga menga o'xshab o'rgatib, inspeksiya kunigacha sizlarni yetkazib olib borib, inspeksiya paytida ham birorta kamchilik bo'ladigan bo'lsa, yonlayinda turib, kerakli hujjatlar, kamchiliklar to'g'rilashga yordam berib, oxirigacha kuzatib boradi. Faqat mana bitta narsani aytaman sizlarga, alam qiladigan holatda aytaman. Men 1 yildan beri shu aptekalar shug'ullanyapman. 1 yildan beri 150 tadan oshiq aptekaga kirdimda. Misol 100 tadan oshiq inspeksiyadan o'tkazdik, 200 taga yetdi sertifikatlar olganlarimiz. Qayta inspeksiya boshlanyapti. Qayta inspeksiya borsangiz o'sha holatda endi. O'zgarish yo'q. Alam qiladi. Alam qiladi. Shuncha harakat qaqa ketdi deysiz-da. Endi hali pulki men pulimni olib uyimni ko'tarib oldim deylik. Men maza qildim, men mashina oldim, men boyman. Lekin aholichi xalqqa nima foyda beryapti endi? Shunga iltimos sizlar ham o'zingizlar mana boryapsizlar, mana bugungi darsdan kelib xulosa qilib, prosta chiroyli ishlanglar qoida bo'yicha. Mayli jurnal to'ldirmang. To'ldirmayapti-da odam. Mayli jurnal to'ldiring, lekin aholiga zarar yetmaydi-da jurnal to'ldirmagan. Lekin dorini to'g'ri saqlanglar. 1 yil bo'ldi GPPni olganmiz, boryapmiz, yana nazofiron polkada-da. Endi nima deysiz? Alam qiladi-da. Meni siz men shuncha vaqt sarflabman senga deysiz-da, undan ko'ra o'tgan yordam bermaganim deydi. Sen yopilib ketarding, xalqqa ziyoning kamroq bo'lardi deysiz-da. Shuning uchun endi o'rtoqlar o'qinglar, o'rganinglar. Nima deydi? Najot ta'limda deydi. Ilm o'rganmasalaring o'sish bo'lmaydi. Bu narsa yana esdan chiqib ketib qoladi. Endi standartlarda aytdim, shu standartlar bo'yicha dorixonani aytib o'taman. Devorlar, pollar, eshiklar, mebellar, misol jihozlar nam tozalashni amalga oshirish imkonini beradigan materialdan bo'lishi kerak. Jihozlarga bo'lgan talablarda dori vositasini sifatli saqlash, sifatli tavsiya qilish va sifatli realizatsiya qilish, qabul qilish uchun yetarli nimalarni berishga, talablarga javob berishga. Ya'ni kompyuteringiz bormi? Prihod qilyapsizmi yo sotyapsizmi? U qatib qolmasligi kerak-da ishlayotganingizda. Ko'p klient kelganda qatib qolmasligi kerak yoki programmasi kuchliroq bo'lishi kerak yoki protsessori kuchliroq bo'lishi kerak. Jihozga bo'lgan talab, oddiy kompyuterda. Endi termometr degan narsalar bor. Hozir sizlarga yana birma-bir ko'rsatib o'taman. Jihozlarda xolodilniklarga bo'lgan talablar. Xolodilnik yangi bo'lsin degan joyi yo'q. Uydagi xolodilnikni olib kelib aptekaga qo'yib qo'yib, uyga yangi sotib olsangiz ham bo'laveradi. Ko'pchilik aytadi-da, aka necha ming dollar kirib ketdi men bunga deydi-da. Kelsam hamma yo'qni yangi qilib tashlaganda. O'zi aptekasi yaxshi holatda, lekin yangi qilib tashlagan. Nima qilasan? Polka nimalar vitrinalarni ham yangi qilib tashlaydi odamlar. Nima qilasan yangi qilib, o'zingga rasxod qilib, undan ko'ra o'z eskisini, kromkasi ko'chgan bo'lsa, kromkalab qo'y, ustidagi mana shilinib ketgan bo'lsa, laminati laklab yoki kraskalab, o'shatini tekizlab, shpaklovka qilib, to'g'rilab qo'y. Agar bitta inspektor kelib o'tkazmasa, menga telefon qilinglar, men terapiya olaman. Rasmga olib tashlaylar, mashq holatda yaxshi edi, nam tozalashni amalga oshirardim, lekin o'tkazmadi shuni desa, men terapiya olib sizlarga как advokat bo'lib beraman. Xo'p, endi jihozlarni bildik. Endi qoidalarga o'tamiz. Dorixonada qanaqa qoidalar bor? GPP da qanaqa qoidalar bor va qanaqa jarayonlar, qanaqa amalga oshirish kerakligi haqida aytib o'taman. Dorixonada o'zi ko'p jarayon yo'q. Kim aytadi, qanaqa protsess bor, jarayon bor dorixonada? Bitta misol keltiraman, dori vositalarini sotish. Bu ham bitta jarayon. Yana aytaymi? Dori vositalarini qabul qilish. To'g'rimi? Dori vositalarini qabul qilish. Bu ham bitta jarayonda. Dori vositalarini saqlash. Bu ham bitta jarayon. Dori vositalarini yana nima qilish mumkin? Yo'q qilish. Unishtajeniya deydi. Sifatsiz dorilarni yo'q qilishimiz kerak. U ham bitta jarayon. U saqlashga o'xshamaydi yoki qabul qilishga o'xshamaydi. Dori vositalarini qaytarish, misol uchun kimgadir, distributorgami, zavodgami qaytarish. Agar shartnomangizda bo'lmasa yo'q qilasizda. Shu jarayonlar GPP standarti bo'yicha yozma shaklda yozib chiqilishi kerak dorixonada. Kim qanday qiladi, yozib qo'yish kerak.
oldinlari bilsalaring qog'ozlar ishlab endi yaratilgan paytlarda o'sha molni terisiga yoki toshlarga bitilgani O'rxun Enasoy bitiklari deydi. O'sha yozgan biz mana yilda tug'ilganmiz, bunaqa xalqmiz deb yozib ketishganda o'zlari tarixni bilsalaring. Yozmasalaring og'izdan og'izga o'tganda o'zgarib ketishi mumkin-da. To'g'rimi? Misol uchun deylik, siz dorixona egasisiz, siz shogirdsiz, shogirdga o'rgatdingiz. Siz ketdingiz, yana bitta ishchi oldingiz, bu yoq o'rgatyapti. Bu boshqacha o'rgatadi, sizda qolmasda. O'shaning uchun bir xil o'rganish uchun bitta yozilgan yozma shakl bo'lishi kerak. Buni nima deyiladi? Kim aytadi? Yozgan standartlarda yozma shakli nima deyiladi? Standart operatsion jarayon, SOJ deyiladi. Yoki hozir ko'pchilik aytadi SOP. SOP qilib berasizmi? SOPlaringiz necha pul? SOP yozib berish necha pul? Telefon qilishadi, Instagramda olishadi, Telegramda olishadi. SOP qilish kerak, SOP qilishim kerak, remont qilib oldim, necha pul deydi. SOP degani o'sha standart operatsion protsedura rus tilida, o'zbekchasiga standart operatsion jarayon. Endi kelda ko'rib chiqamiz SOPlarni. Men xudo xolasa bugun ketayotganlaringni hammalaring qo'llaringga SOPlaringni berganman, bermaganlarimga beraman xudo xolasa. Sizga berdim, sizga berdimmi? Sizga berdim. Sizlarga endi hali sizlar tayyor emas. Aka, sho'zaga sizga berganman. Sizga bermadim aka, sizniki tayyor bo'lyapti. Ertaga dushanba kuni olib borib beraman xudo xolasa. Endi qaranglar, SOPlarda qanaqa SOPlar bor? Birinchi SOP. Birinchi SOPimiz nima? Hujjatlarni boshqarish. Bu ham bir jarayonda. Dorixonada hujjatlarni boshqarish jarayonini yozilgan shakli o'sha 15-16 varaqli bo'ladi. Hamma nimada, aptekalarda, ko'pchilikda 15-16 varaqli fayl papkaga tiqilgan. O'sha SOP, o'sha nima deydi? Qanday dorixonada hujjatlar qanaqa qilib ishlatish, qanaqa qilib saqlash, qanaqa qilib yo'q qilish haqida yozib o'tiladi. Qanaqa qilib to'ldirish, imminni dorixonadagi SOP hujjatlarini qanaqa qilib ishlab chiqish ham shunda yozilgan. O'qisalaring, keyingi yilga meni keragim yo'q o'zi aslida. Inspeksiya kelganda o'sha SOPlar o'qib tur, ham naqllar ekan, tur qilib ketaverasizlar o'zi aslida. Lekin hech kim o'qigan yo'q-da, eng alam qiladigan. Dangasamizda, dangasalik yo'qotish kerak. Endi birinchi SOPimiz aytdik, SOJ 01 deylik. Mana sizlarda shunaqa yozilganda SOJ 01, hujjatlarni boshqarish degan SOJ. Unda nima deyiladi? Dorixonada hujjatlar ikki xil bo'ladi. Ichki, tashqi hujjatlar. Ichki hujjatlarga o'sha dorixonamizni buyruqlari, ichki buyruqlar, dorixonamizdagi retsepturni jurnallarimiz kiradi. Dorixonamizdagi yana nimalar kiradi? Instruksiyalar, o SOPlarimiz ham ichki hujjat. Boshqa ko'chada ishlamaydi-da. Prokuraturaga borsangiz o'tmaydi-da yoki nimaga soliqqa olib borsangiz SOPingizni, bu nima u kerak emas bizga deydi. Shuning uchun bu SOP o'sha dorixonadagi hujjatlarni, umumiy ichki hujjatlarni ham, tashqi hujjatlarni ham qanday boshqarish haqida ketadi. Endi hujjatlar qanday tuziladi? Men sizlarga aytaman, hujjatlar tuzilgandan keyin tuzgan odam direktorga olib borib tasdiqlaydi. Tasdiqlagandan keyin o'sha boshqa ish yurituvchi yoki bir o'sha xodim, farmatsevt xodim, sifat bo'yicha mas'ul xodimga borib kelishiladi shu bilan. Kelishiladi, keyin asl hujjat degan shtamp bosiladi hammasiga. Hozir SOPlarni berganimda bosib chiqasizda, asl hujjat. Endi SOPlardan nusxa olish ham bir jarayonda. Nusxa olib, 10 ta nusxa olib tarqatib yuborolmaysiz endi. Shu asl hujjatdan nusxa olasiz, unga nusxa degan pechatni bosasiz, keyin kimga kerak bo'lsa beryatib, o'sha kimga berganingiz yozib qo'yasiz. Kimga berganingiz yozib qo'yasiz. Shunaqa. Endi yana buni keyin yana bafurcha tushuntirib beraman, xudo xolasa. SOJ 02, keyingi SOPimizga o'taymiz. SOJ 02. Endi ana asosiy jarayonlar boshlandi. Ertaga SOPinglar qo'llarga tegsa, borib SOJ 02 ni o'qib chiqinglar. Kerakli SOP. Juda ham. Bu nima deyiladi? SOJ 02 da dori vositalarini qabul qilish haqida gap ketadi. Dori vositalarini qabul qilish, to'g'ri qabul qilish. Hali aytganimdek, GPP standartida to'g'ri ishlashning qoidalari, to'g'rimi? Qanaqa qilib to'g'ri qabul qilish o'shda yoziladi. Agar shunday qabul qilsalaring, dorixonaga tushishi mumkin bo'lgan sifatsiz mahsulotlarni oldini olgan bo'lasizlarda. Endi buni bitta tezda aytib bermasam cho'zilib ketyapti. Qabul qilish qoidalarini bitta aytib beraman. Tasavvur qiling, men farmatsevtman. Inspektor kelganda, o'sha inspeksiya boshlanib ketdi. Inspektor keladi, so'raydi sizlardan, buyruqni ko'rsatadi. O'zlaringning arizalaringga ko'ra buyruq, mana bu buyruq bo'yicha biz inspeksiya o'tkazgani keldik. Inspeksiyamiz o'sha 788-qaror bo'yicha bo'ladi. U qarorda aytiladiki, o'sha foto, video syomkaga olish huquqimiz bor. Agar siz bunni qarshi bo'lsangiz, hozir aytingda biz inspeksiyani to'xtatib ketaveramiz. Siz rad etsangiz inspeksiyani video olishga biz ketamiz deydi.
Yo'q deysiz, olaver deysiz, shuncha chaqirganingizdan keyin ruxsat berasiz. Ikkinchi holat aytadiki, dorixonaga uzviy bog'langan любой birorta eshik bo'lsa, chirdakmi, podvalmi yoki yondagi eshiklar dorixonaga bog'langan bo'lsa, ochib berasiz, biz kirib ko'rishimiz kerak. Shunaqa huquqi bor ular. Yo'q, bu meniki bas, sartaroshxona yoki kompyuterxona yo bu paynet, bu meniki bas, prosta eshik bu desangiz, u ketmaydi. Yo yopilib ketish kerak, yo ochib ko'rsatishingiz kerak. Qulublab, muhrlab qo'ygan bo'lsangiz, o'sha paytda yirtib, ochib, mana bu o'sha paynet bo'lgan oldin prosta qolib ketgan eshik, yopib olmadi. Agar yopib oling desa, yopib olasiz o'sha yerda. O'z aslida yopib olgan eng maqsadga muvofiq. Yondagi bu binolarga o'tish bo'lsa, o'zingizga ham yaxshi-da. Ertaga kassangizda 10 million pul bo'lsa, shart sindirib kirib, olib ketish kim garantiya bermaydi. To'g'rimi? Endi aytmoqchi bo'lganim, inspektorlar o'zlari qonun qoidasi tushuntirib kiradi. Sizlar o'sha paytda nima qilishinglar kerak? Tanishib chiqasizlar qonun qoida bilan, qo'l qo'yib berasizlar, o'sha ularda putyovniy listi bo'ladi. O'shanga qo'l qo'yib berasizlarda boshlaysizlar. Boshlagandan keyin sizlar yana bitta esingizdan chiqmasin, o'sha jurnalinglar bo'ladi, tashrif buyuruvchilar qayd etish jurnali bor. Endi sizlar gapirasizlar. Akalar Toshkentdan kelsa, akalar deysizlar, biz dorixonamizda begona shaxslar kirayotganda tashrif buyuruvchilar qayd etish jurnaliga yozib qo'yishimiz kerak. Bu GPP standartida yozilgan. Tashrif buyuruvchilar qayd etish jurnalini ochib, familiyasini, qayerdan kelgan, nechida kelgan, nima kelgan, hamma ustunlari bor, to'ldirasizda, qo'l qo'yib bering deysiz, qo'l qo'yib beradi. Bo'ldi, kiraveringlar deysiz. Endi kirayotganda inspektor aytadi, instruktaj berib qo'yishingiz kerak inspektorga. Ozgina. Uni keyingi so'plarda o'rgataman sizlarga. Endi kirayotganda aytadiki, inspeksiya boshlanganda aytadi, misol uchun Shuhrat aka deydi, mana ertaga inspektor sizda yoki aka sizda. Aka bitta dorixonangizda polniy aylantirib ekskursiya qilib bering, qanaqa jarayonlar bor va u jarayonlar qanday amalga oshirasiz? So'pda yozilgandek aytib bering deydi. Menni qarab o'tirmaydi, qatorma-qator, adashdingiz yo noto'g'ri, mana uni aytmadingiz demaydi. O'zingizni kallangizda borini, qanday ishlaganingizni yozganman men so'pga. Aytib berishni boshlaysiz. Ya'ni qabul qilish jarayonidan boshlaysiz. Yoki hujjatlar boshqa xohlasangiz Sojbun 01 dan boshlaydi. Hujjatlarimiz ikki xil bo'ladi. Ichki, tashqi hujjatlar bo'ladi. Ichki hujjatlar faqat dorixona ichida ishlaydi, tashqarida ishlamaydi. Tashqi hujjatlarga o'sha nakladnoylar, retseptlar, yana boshqa vazirlar mahkamasi buyruqlari, qarorlari yoki sizlarning buyruqlaringiz kiradi deysiz. Endi ikkinchi so'pimiz qabul qilish. Dorilarni qanday qabul qilasiz? Aytib bering Shuhrat aka deydi. Sizda misol uchun, sizda orqa eshigingiz bor. Orqa eshigim bor, kimdir orqa eshigi yo'q, oldi eshikdan qabul qiladi. Oldi eshikdan qabul qilayotganda bitta qoida bor, savdo jarayoni to'xtatilib turishi kerak. O'sha devorga, eshikka yopiq belgisi osilgan bo'lishi kerak va oxiri klient chiqarib olib, prixod qilish kerak dorini. Endi bo'ldi, savdo qilyapti, tasavvur qiling, sizlarda eshiklaring yo'q. Orqa eshikda borlar, orqa eshikni ochib qabul qilyapti. Oldi eshigi faqat bitta eshigi borlar, o'sha eshikni ochib, klientlar qo'yib yorib ochyapti-da, ko'chaga chiqyapti-da, nima qiladi? Dorini kelgan holatini birinchi bo'lib tekshirish kerak. Dori vositasini kelgan holatini, ya'ni qaysi holatda keldi? O'rganinglar-da sizlar, chunki bilib bo'lmaydi-ku, yetkazib beruvchi mashinasini yurg'izdi, bitta aptekaga kirdi, misol tasavvur qilaylik, sizlar misol Marg'ilondasizlar, Marg'ilonda bo'lsalaring, o'zimizda Farg'onadan yetkazib beruvchi yo'lga chiqdi. Endi uzoqroqdagilar yo'q ekanda, mana siz Oltiariqdasiz, mana Oltiariqda tasavvur qilaylik, bo'lmasa Farg'onadan yo'lga chiqdi, Marg'ilonga tushdi, sizlarga kirdi, tovarlar tarqatdi, hammalarga kirdi, yo'lda arab shashlikka o'tirib, yo'lda obedda mashinani yo'lda bo'yiga qo'yib 10 ta shashlikni yedi, hali kinoda bor, hozir kelaman deb yozib ketib boradi-ku. Xuddi shunaqa shashlikni yedi. 1 soat o'tib ketdi deylik, yo'lda mashina ochiq, issiqda 40 gradus yozda. Nima bo'ladi dorilar? Qanaqa tekshirib olasizlar ularni? Qanaqa holatda kelganini? Kim biladi? Sizlar chiqdilaring, mashinaga chiqdilaring, 40 gradusda keldi, lekin bilmayapsizlar 40 gradusda kelgan. Qanaqa qilib bilsa bo'ladi? Shuning uchun GPP standartida, GDP standartida bitta narsa o'ylab topilgan, logger degan narsa bor. Logger. Haroratni o'ziga zapis qiladi bu. O'ziga necha soat, necha minut yurib kelgan bo'lsa, o'ziga zapis qilib, necha gradusdan necha gradusgacha отклонение berdi, chetlanish berdi. Yozib oladi. Shuni olasizlarda, mana sizlar tasavvur qiling, GPP inspektor aytadi, qanaqa qabul qilasiz desa, chiqaman. Mashinani, mana bu mashinani eshigi deylik, ochaman. Paddonda turibdimi dori? Paddonda turishi kerak. Plyonkasi bormi, yo'qmi? Polimer plyonkasi bo'lishi kerak. Eshikni ochgandan keyin polimer plyonkani qarayman, logeri bo'lishi kerak o'sha yerda, shunday yopishib turadi.
Shunday sug'urasida kelaman, kompyuterni yoqaman. Mana tiqsangiz xuddi shu narsa ko'rsatadi. Xuddi shunaqa narsa chiqadi. Mana ko'ryapsizlar, mana bunday hozir hammaga ko'rsataman kameradan. Mana ko'ryapsizlar, mana ko'ki bu namlik chegaralari. Bu qorasi bu harorat chegaralari. Tepasiga chiqsalaring, mana yerda yoziladi, mana u ko'rsalaring maksimalni 7 gradusgacha, minimalni 3.2 gradusgacha tushgan. Ko'rsatkich. Demak, 2.8 gradusli doriga bu zo'rda, 7 dan 3.2 gacha o'ynayapti. Bu qabul qilaverasiz. Endi mashinaning ichida gruzovoy otsekda 15 dan 25 gacha bo'lish kerak harorat. O'sha narsa 15 dan 25 ta orasida bo'lish kerak. 22, 23, 24, 24 dan orqaga qaytish kerak. 26 gacha ko'tarilib ketgan bo'lsa, sizni to'liq haqqingiz bor dorini qaytarib olishga. Dorini qaytarib, nakladnoyda elektronniy dedoksdan tasdiqlamagunizcha sizdan pul yechalmaydi ular. Qaytib ketaveradi. Siz tasdiqlamasangiz fakturani, u sizdan pul ola olmaydi. Qaytarib olasiz, bitta telefon qiladi, 2 marta 10 ta apteka qaytarsina bitta distribyutor dorisini. 11-apteka cho'tki qilib boradi. O'zimizda ham ayb borda biz aptekachilar. Biz o'zimiz aytamizki, ha meros menga zo'r tovar beryapti, mazza deymiz, lekin qaramaymiz. Vaholanki o'sha voditel qaramayotgandir. Boshqadan endi meros demayligi, boshqa bir yetkazib usloviyalar bilan beryapti. Biz deb qarzdech olib, dorisini qabul qilaveramiz, lekin qanaqa gradusda olib keldi, nimaga olib keldi, qachon olib keldi tekshirmaymiz-da. Shuning uchun sizlarga aytinglar inspektorga, shuna deylar. Chiqaman, mashinaning ichidan logerni olib kelaman, kompyuterga solaman, gradusi normalniy bo'lsa qabul qilaman, bo'lmasa qabul qilmayman. Gradusi normalniy, ha bo'ldi, olib kiravering desa, stol ustiga dori vositalarini qabul qilish stoli bo'ladi. Dorixonaning hamma skladda, kimlardadir ekspeditsiya xonasida bo'ladi. Qabul qilish stoliga tushirasiz yoki paddonga tushirasiz. Faqat bitta narsani esingizdan chiqarmanglar. Agar dori korobkasi chang yoki kir bo'lsa, tashqarida tushirishdan oldin taralarni tozalash joyi degan joy uyushtiringlar. Bitta tumuchkami, bitta paddonmi qo'yib qo'yiladi, yozib qo'yinglar taralarni tozalash joyi. O'sha yerga tushirib, bitta oq shotka bor-ku, maklavitsa deydi. O'shanda changini tozalab, delfinlatda namlab turib, changini artib olib kiringlar. Stol ustiga qo'ydilar, endi stol tozada, kir narsani olib kelmaydi hech kim. Bitta misol uchun boshqa toza narsalar turadi, kompyuteringiz turadi, telefoningiz turadi, telefonni qo'lingiz bilan ushlaysiz, keyin ovqat yeysiz o'sha qo'lingiz bilan. To'g'rimi? O'shaning uchun tashqarida changini tozalab olib kiriladi, ichini ochiladi, sonini tekshiriladi, nakladnoy bo'yicha sifatini tekshiriladi, yaxshi keldimi, singani yo'qmi, chiqqani yo'qmi, boshqasi yo'qmi, to'g'rimi? Yettilik yetgani yoki surog o'tgan yoki seriyasini tekshiriladi, eng muhimi seriyasi. Bitta nakladnoyga bitta seriya yozib, boshqa seriyalar tiqib oladiganlar ham bo'lganda, oldinlar. Hozir endi markirovka bo'yicha iloji yo'q. Faqatgina o'sha tovar keladi. Demoqchiman, endi tekshirasiz. Endi markirovka bo'lib ancha oson bo'lib qoldi. Bitta enterda bossangiz, siz shu o'tizga tiqib o'tadi hamma dori. Prixod ham qilish shart emas. Tekshirganingizdan keyin hamma yo'q yaxshi, polkalarga taxlaysiz. Agar mabodo noto'g'ri narsa chiqib qolsa ichida, nomuvofiq, to'g'ri kelmaydigan narsa chiqib qolsa, sirazu joyida vazirat qilib, karantin zonaga qo'yib qo'yib, keyin distribyutor kelganda olib qaytarib olasiz. Nimada nakladnoyda tasdiqlamay turasizda, minus nakladnoy beradi. Sizga o'sha dorini minus qilib, o'shani tasdiqlaysizda keyin. Chunki siz pul to'lamaysiz, yemagan somsaga. Endi tushundilarmi, qanaqa qilib qabul qilish topib, yo savollar bormi birorta aka? Tushundilarmi, zo'r bo'ldimi? Endi inspektorga xuddi shunaqa qilib tushuntirib bersalaring, bo'ldi, ular sizlarni o'rganibdi, o'qibdi, standart bo'yicha zo'r o'rganibdi deydi 100%. To'g'risida qabul qilishda eng namunali tarzda tushuntirdim shuni. Mana bu gradusning bo'lmasa qaytarib yuborish huquqinglar bor, loger bo'lmasa. Endi bu imенно ularda o'zida bo'lish kerak. Endi mashinaning ichida bo'ladi. Endi termolabil dorilar bor. Hali aytganimdek, nazoferon bu termolabil dori. Nima u termolabil desa, labil so'zi slabый deganida, rus tilida yoki nimjon degani o'zbekcha. Haroratga nimjon dorilar. Ya'ni o'sha 2.8 gradusli, 8-15 gradusli. Ular nimada keladi? Ular termo konteynerda keladi. U konteynerning ichida muzlari bo'ladi. Marojnaning konteyneri bor, Andijon marojna sotadi. O'shaqaga o'xshagan, ichida muzi bo'ladi. Ichida dorining ichida bunaqa narsasi ham bo'ladi. Mana bu imенно termolabil konteynerdik. Hozir ko'rdilaringmi? 2 dan 8 gacha bo'lgan gradus. Ashlaqa bo'lsa qabul qilasizlar. 10, 11, 12 bo'lib ketgan bo'lsa, hali voditel keldida, aka uzr, muzim
uzoq yo'l yuruvdim yoki yo'lda buzilib qoluvdim, muzim nima bo'lib qoldi-da, qarang o'zi hech qancha o'tib ketmabdi desa, bu sizlarni srazi telefon qilasizlar, provizorga aytasizlar yoki boshliqqa aytasizlar, sifat nazorat bo'limiga yarim soatga отклонение beribdi. Nima qilay, qabul qilaymi, qilmaymi deysizlar. Yo'q, qilma desa qaytarib olasiz. Provizor biladi-da, misol uchun 2.8 lik dori 10-15 gradusgacha ko'tarilganda, 1 soat oralig'ida ko'tarilgan bo'lsa, demak, uncha sifatga zarar yetmaganda, chunki gradusni zasikach qilish mumkin, lekin korobkaning ichida o'sha gradus turgan bo'lishi mumkin, dorining ichida. O'tgacha sovuq, issiq yetib bormagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun yarim soat, 1 soatgacha agar отклонение bersa, mayli olaverasizlar, lekin undan ko'piga yoki 20 gradus bo'lib ketgan bo'lsa, sirazu qaytarib oladi. Chunki pishib qolganda u dori. 10 gradusgacha mayli отклонение. 10-11 gacha, yarim soat ichida. Lekin qolganiga o'sha qaytaringlar. Qachon shuni qilamiz, akalar, opalar? O'shanda distributorlar ham yaxshi bo'ladi. Sizlar talabni qilmasalaring, ular yana dangasa bo'lib, ular ham GDP ni oldi. Sizlardan oldin 1-2 yil oldin ular GDP ni olib bo'lgan. Ularga shu narsa o'rgatilgan, shu narsa bilan olib borasan endi, aptekachiga ko'rsatgin, ko'ziga ko'rib olsin mana uni deydi, lekin hech kim olib kelgan yo'q-da. Ko'p olib kelgan yo'q, olib keladigani bor lekin. Ko'p olib kelgan yo'q. Meros grant olib keladi, malades. Asklepi ham olib keladi, misol uchun boshqalar ham olib keladi. Ko'p farmlyukslar, men ko'rganlarim aytaman-da, ular zo'r ishlaydi. Lekin bor bir ikkita voditellarda ham ayb bor-ku, beayb parvardigor. Inson omili bor. Esdan chiqib qolishi mumkin, yoqish, zapis qilish esdan chiqib qolishi mumkin buni, to'g'risida, yoki pauza qilish esdan chiqib qolishi mumkin, ertasi kungacha yozib qo'yadi keyin borini. Shuning uchun qaranglar, qaytaringlar harorat. Inspektorga shuna deysizlar. Gradus ko'raman, norma bo'lsa, o'sha rejimdan ortmagan bo'lsa yoki tushib ketmagan bo'lsa, qabul qilaman yoki отклонение bersa, qaytarib olaman. Endi tasavvur qilinglar, dori keldi, prihod qildilaring, sizlar shotlarga o'tirdi. Endi klient kelguncha nima qilamiz uni? Nima qilamiz? Klient kelguncha dorixonamizda nima qilamiz dorini? Saqlaymiz. Saqlaymiz dorixonada klient kelguncha. Klient может 1 oydan keyin kelar u dorini, может 6 oydan keyin kelar, может 1 yildan keyin, может surib o'tib ketar u dori, klient chiqmasdan. To'g'rimi? Endi saqlash ham soj 03 da keltiriladi. Mana shu almashtirib ketaveramiz, soj 03. Soj 03 saqlash qoidalari, mahsulotlar, dori vositalari, tibbiy buyumlarni saqlash qoidalari deyiladi. Endi GPP standarti bo'yicha qanaqa qilib saqlash kerak dorini? Kim aytadi? Juda ham oddiy javobi. Inspektor so'raydi, dorilar qanaqa saqlaysiz deydi. Nima javob berasizlar? Yorug'likda himoyalangan. Ha? Yanachi. Ha, yanachi. Oddiy aytaymi? Zavod upakovkasi yozilgan sharoitda saqlayman deysizlar. Oddiy, korobkada nima deb yozib, o'zi yozib qo'yilgan, 25 gradusdan oshmagan, yorug'likdan himoyalangan joyda, bolalar ololmaydigan joyda saqlansin. Ko'pida shunaqa. Bir xillarda 30 bor, bir xillarda 10 bor, bir xillarda 2 dan 8 gacha bor, bir xillarda 8 dan 15 gacha bor. Bir xil bitta ikkita dori bor, 20 bor. Namategida choyi bor-ku, qizil, upakovka. Yonini qaranglar 20 gradus. Ko'pchilik aptekalar qaramaydi choylarga. Gradusiga. Bular hammasi quruq turaveradi deydi. 20 gradus namatek choy chiqib qolganda aptekalar GPP dan qolib ketganlari ham bor. Unistageniyaga beradi, unistageniya qilib akt ko'rsatgandan keyin yana qayta inspeksiya keladi tekshiruvga. Kimga kerak qayta inspeksiya? Hech kimga kerak emas. O'z o'rniga o'tyapsizlar bittadan. Shuning uchun aptekaga borganda dori bilan o'tadigan dorixonalar, o'sha kuzatuvchilarimizga ham iltimos qilamiz. Dorilarni harorat rejimi bo'yicha tahlab qo'yinglar. Bo'ldi, qolgan kamchiliklar hech nima emas. Qolgan kamchiliklar 100% garantiya. Pest killer osmagan bo'lsangiz, 1 soatda osib qo'ysa bo'ladi, elektrga olib kelsangiz. To'g'rimi? Razvedkani osib turib, qatirib turib, uдлинитель ulab qo'ying. Nima deydi? Uдлинитель ekansa, "Hamma aka osdimmi?" deysiz, "Hozir ko'rib to'lab beraman" deysiz, ertagacha ko'rib to'lab tashab qo'yasiz rasmga. To'g'rimi? Shuning uchun aytmoqchiman, eng birinchi o'rinda kamchilik to'g'ri saqlanmayapti dorixonalar. Hali aytganimdek, hali muammolar, hali pul zararlar, hamma nima deydi, aholiga keltiradigan zararlar shu hisobda o'qimasdan, bilmagandan oqibatda kelib chiqadi. Jurnal to'ldirmasa ham mayli. Oxirida 1 yillik to'ldiryapti-da endi. Yoki 6 oylik to'ldirib qo'yadi, esiga tushganda to'lib qoladi jurnal, yangi qilmaydi, qolib ketadi. Lekin to'g'ri saqlasin dorini. Bo'ldi. Olam Guliston boshqa narsa so'ramayapman. Davlat lekin so'raydi, men so'ramayapman boshqa narsa.
Chunki jurnal to'ldirmasalar kamchilik kappaga tushasizlar, keyin yana kimga telefon qilasizlar? Shabozga telefon qilasizlarda. Shuning uchun endi to'g'ri saqlashni o'rgatamiz. Opamiz hozir aytdilar, haroratni, yorug'likni va namlikni e'tibor berishimiz kerak. To'g'rimi? Haroratga qaraganda haroratni qanaqa boshqaramiz? Konditsionerimiz bor, yoz oylarida sovutgani, otopleniyamiz bor, qish oylarida isitgani. Ventilyatsiyamiz bor, namlikni oshib ketganda ventilyatsiyani yoqib normaga keltirgan. Yorug'likdan himoya qilish uchun jalyuzilarimiz bor. Bo'ldi, bizda hamma sharoit bor, hamma jihoz bor. Konditsionerimiz to'liq sovutish kerak, o'sha 25 gradusdan past harorat ushlash kerak. Pechkamiz to'liq javob berish kerak. Ko'chada 15 gradusdan past bo'lganda yoki minusovoy temperatura qish mavsumida bo'lganda bizda 15 gradusdan baland ushlash kerak. 15 o'zi sovuq, juda sovuq. Hozir mana 24 gradusga qo'yganmiz, so'qatyapsizlar, pashti. Sovuq 15. 16, 17, 18, 20 ushlaylar zo'r bo'ladi. Ko'pchilikda lekin otopleniya yo'q. Uni ham yechimi bor. Otopleniya suvli bo'lsa, mana Sanpinda aytilgan suvli eski o'zimiz sovetskiy otopleniyalar bor. Nima, kotyolda, gazda ishlaydigan. Ko'p joyda gaz yo'q, lekin maslinniy radiator qo'yib qo'yinglar. O'shani yoz chiqib ketdi-yu. Xuddi shu otopleniyani maslinnisi chiqdi yoki o'sha ten qo'yib qo'ygan, ichida masla aylanadi, tenni nima qilib qo'ygan. O'rnatasiz, svet bilan ishlayveradi. U ham bo'laveradi. Issa bo'ldi. Doriga uni nimada isishi farqi yo'q. Faqat yong'in xavfsizligi qoidalari bo'yicha o't yoqib isitmaysizda, ko'mir yoqib yoki o't yoqib isitib bo'lmaydi. Yoki spiral ochiq alanga mavjud bo'lgan o'sha spiralli pechkalar bo'lmaydi. Hali quyoshlar bor, bo'lmaydi. Lekin maslinniy radiatorlar yoki suvli radiatorlar bo'laveradi. Endi haroratni isityapmiz, sovutyapmiz. Uni qanday nazorat qilamiz desa, termogigrometrlar kerak dorixonaga. Mana bunaqa holatda bo'ladi. HTC 1 degani bu. HTC 2 degani ham bo'ladi buni. Uni farqi ikkalasini bitta simi bo'ladi HTC 2 ni. Ikkita datchigi bo'ladi, simida ham bitta datchig bo'ladi, apparatning ichida ham bitta datchig bo'ladi. HTC 2 ni tavsiya qilaman olishni. Originalni olinglar, simi chiqib kiradi, naushnikka o'xshab. Ko'pchilikka men berganman, o'sha chiqib keladigan simli. Oddiysi bor, 50 ming so'mga nimada, uzun marketda sotadi. Uni olsalaring, ulanganda ichidan ulab chiqilgan, uni yechib qo'ya olmaysiz. Buni xohlasangiz originalini, mana bunaqasini HTC 2 ni originalini xohlasangiz bir qilib ham ishlataverasiz-da. Polkiga qo'ysangiz, simi osilib turmaydi, yechib olasiz. Bu g'aladonga solmaysiz. Endi haroratni nazorat qilishdan nimaga ahamiyat berish kerak aytib o'taman hozir. Mana hozir yangi ekan, hozir ochib turib ko'rsatib beraman. Ishda ikki mahal harorat va namlikni qayd etish jurnali bor. O'shanga yozib borishimiz kerak. Dorixonada bo'layotgan haroratni endi. Oldinlari ham yozmagansizlar, lekin kollejda dars o'tganlaringda, institutda dars o'tganlaringda aytilib o'tilgan bu narsa yozmagansiz. Endi yozib o'tiringlar обязательно. Mana ko'rsalaring 24,2 gradus ko'rsatyapti. Namlik 30% ko'rsatyapti, to'g'rimi? Jurnalda olasizlarda, jurnalda o'sha mana shu yerda bitta jurnal borda, avvalo bir yo'lni ko'rsatib ketaman. Yo'q, mana aka. Sulfaktura ekan, sulfaktura. Mana shuni olaylik. Bo'ldi, oldim. Komplekt jurnal bo'lish kerak-da o'zi. Tozalash, tashib. Mana tashib yurishlar qayd etish jurnali hali aytganimdek, hammalaringda bo'ladi bu narsa. Shikoyatlar, o'zgarishlar, retseptlar, mana harorat va namlikni qayd etish jurnalidan ichini ochsalaring, 4 xil termometrni assalomu alaykum, kelavering aka. Kelavering. Yaxshimisiz aka? Charchagansiz? O'tiravering. 4 xil termometrni joyi keltirilgan. Qo'llangi berganda yana yaqinroq ko'rib olasizlar. Mana termometr 1 zal, termometr 2 omborxona, termometr 3 2.8 lik xolodilnik, termometr 4 8.15 lik xolodilnik. Endi buni ichiga kirasizlarda ertalab 9 da, kech payt 4 da. Har kuni 2 mahal har bitta termometrda nazorat qilib jurnalga yozib borish kerak. Ertalab keldilaring, savdo zalida turibsiz, tasavvur qiling, 24.2 ko'rsatyapti. Kelyapsizlar zaldagi joyiga 9:00 dan 24.2, namligi necha? 30%. 30% yozib qo'yasiz. Keyin skladga kiryapsizlar, skladni qarayapsizlar, mana buni tasavvur qiling, 24.5 skladda. Skladni ko'ryapsizda, 24.5, namligi necha ekan? Namligi bitta bunday qilsa chiqadi, 40% ekan. 40% namlik tushyapti. 40% deylik. Keyin 2.8 lik xolodilnikni ochyapsizlar yoki simi ichiga kirib turgan bo'lsa, qarayapsizlar. Necha? Ha, 6 gradus.
Yozib qo'yasizlar. Namlik shart emas endi xolodilnikka. 8-15 lik xolodilnikni ochyapsizlar. 12 gradus. Yozib qo'yasizlar. Bo'ldi, kech paytdan xuddi shunaqa aylanib chiqyapsizlar-da, qo'l qo'yasizlar, uyga ketyapsizlar. Qiyin joyi yo'q. Buni ishni o'rtasida ham qilib olsa bo'laveradi. Endi tezlatamiz, bo'lmasa haroratni nazorat qilishni o'rgandik. Termometrlar orqali. U termometrlar sertifikatlanishi kerak. Mana sertifikatni ham sizlarga ko'rsatganini olib qo'ydim. Mana menda bor edi. O'zimniki eskim Farm Consul MCJ ga o'sha olingan 27 ta HTC1 sertifikatini nimasi? Nusxasi. Orqasini ochsalar, o'sha orqasida bunaqa yopishtirilgan nakleykasi bo'ladi, ID raqami. ID raqami bilan qo'l qo'yilgan, pechat bosilgan o'sha metrologiya markazini qo'llari bo'lishi kerak. Mana yerga o'zlari pechatli nima yopishtirib berish kerak. Nakleyka. Tipa buni ID raqami, seriyasi yo'q-da buni. Bor, mana buni misol uchun seriyasi o'ziniki bor mana. Bunga hech narsa yopishtirilmaydi, lekin o'zi sertifikat o'tkaziladi. Endi haroratni bildik, namlikni bildik, yorug'likni jaluzi bilan nazorat qilyapmiz. Yana nima kerak desa, bo'ldi, hech narsa qolmadi. O'sha dorini zavod upakovkasi yozgan sharoitda saqlayman deb javob beryapsiz. Inspektor qoniqyapti o'sha joyda. Yana so'raydi, misol uchun, qanaqa zonalar bor dorixonada sizda deydi. Dorixonamizda savdo zali bor, dori vositalarini saqlaydigan zona, skladimiz bor, dori vositalarini saqlaydigan zona, 2-8 gradusli xolodilnik zonamiz bor, termolabil dorilar saqlash zonasi va 8-15 gradusli termolabil dorilar saqlash zonasi bor. Yana qanaqa zonalar bor desa, karantin zona bor, tumuchga qildirilgan, hammalar qulf kalitli, brak zona bor, qulf kalitli bor. Yana qanaqa zonalar bor desa, yana qanaqa zonalar, dori vositalar qabul qilish hududi bor, talalarni tozalash hududi bor. O'tlarda dorilar saqlanmaydi-da, o'tda kun bir oylab turmaydi dori. Hatto prosta vaqtinchalik ishini bajargandan keyin saqlash joylariga tarqatib yuboriladi. Bo'ldi, boshqa hudud yo'q. Boshqa xonalarimiz endi hojatxona, xodimlar xonasi, o'tda dori saqlash mumkin emas. Ular ham markirovkalangan bo'lishi kerak, xonalar hammasi. Ko'pchilik markirovka qilmayapti-da, xodimlar xonasini yozib qo'ymayapti. Endi saqlaganimizdan keyin klient keldi, o'sha doriga nima qilamiz? Sotamiz. To'g'rimi? Endi dorilarni tavsiya qilishda ham GPP standartga solib qo'yganda qanaqa qilib tavsiya qilasan, qanaqa qilib sotasan, nimaga sotasan. 185-qaror bor. O'sha Sog'liqni saqlash vazirligining 185-qarormi, qonunmi esimda yo'q hozir. O'sha 185 raqamli hujjat. O'shanda aytiladiki, o'sha dori vositalari, tibbiy buyumlarni realizatsiya qilish, retseptsiz berish, retsept bilan berish degan hamma qonun qoidalar o'shda yozilgan. 185. Endi atda yozadiki, retsept bilan berish tartib qoidalari qanaqa? Shifokor retsept bilan beriladigan dorilarga nimalar kirishini juda ham yaxshi bilamiz. Agar bilmasalaring, upakovkada yozib qo'yilgan hammasiga. Instruksiyada yozib qo'yilgan darish. Shifokor retsepti bilan beriladi yoki shifokor retseptisiz beriladi. Yo'q, unaqa yo'q, dori yo'q, aniq yozuv yo'q. Hammasida yozilgan. Siz aytasiz, qaysilar dorilar beriladi? Endi eng sizlarga muhim gruppalarni aytaman, osonlarni. Antibiotik, davleniya dorilar, asab tizimi kuchli ta'sir qiluvchi dorilar retsept bilan beriladi. Va barcha tomir ichiga parenteral dedim, teri ostiga yuboriladigan dorilar, tomirga primoy kapelnitsa, yonboshda hammasi retsept turadi. Kim ashunga amal qiladi? Hech kim. To'g'rimi? Hammasi retsept turida hisoblanadi. Endi retsept bilan berilishi, retseptga bo'lgan talabni bilishimiz kerak. Retsept qanaqa bo'ladi? O'sha 185-qarorda retseptni shakli, qanaqa bo'lishi kerak, nima bo'lishi kerak yozib o'tilgan formasi bor, ma'lum bitta. Bolnitsadan ham, klinikadan ham shu retsept turli blankada chiqishi kerak o'zi aslida dori. Retsept turli dori. Sizda to'liq haqqingiz bor, retsept noto'g'ri bo'lsa, noto'g'ri yozilgan bo'lsa qaytarib yuborishga. Lekin hech kim unaqa qilmaydi. Nimaga? Biznesimiz soqqadan qolib ketamiz, beraveramiz. Vaholanki bu juda katta xato. Hozir men sizlarga kichkina misolda keltirib beraman. Retseptsiz berib yuborishdi oqibatini, yaxshi qaramasdan berib yuborishdi oqibati juda ham ayanchli holatlarga olib kelgan. Hozirgi kunda O'zbekistonda sog'liqni saqlash tizimida O'zbekiston aholining salomatligi ancha tushib ketganda. Yevropaniki bilan yoki boshqa mamlakatlar bilan ancha tushib ketgan. Nimaga? Yevropada, mana Rossiyaga kelib borgansa-ki, ruslar uncha kasal bo'lmaydi. Bolalari ham sovuqda ham yuraveradi. Muzli narsalar ichib, pivolarni iching, pivo ichmaylar, misol marojnalarni yeb, sovuqlarda qishki kunida muzlagan nimalar suvlar ichiga kirib ketaveradi. Kasal bo'lmaydi.
Kasal bo'lsa ham unaqangi og'ir o'tmaydi. Men 5 yil o'qiganman-da, kasal bo'laman, gripp yoki nimadir bo'laman, 2 kunda yo'q-da. Dori ichsam ichmasam. Eng qizig'i. Dori ham qanaqa? So'raydigan dorini ichaman, bo'ldi. Anzibel, anasepgel, nima, gramidin, o'shanga o'xshagan dorini so'raman, tomog'im og'risa, bo'ldi o'tib ketadi. Nimaga deb o'ylayman? Albatta xuddi shu narsani qildim. Bir haftada ham toza tuzalmaysiz-da. 10 kunda ham tuzalmaysiz, faqat antibiotik olmagunizcha. Nimaga? Kim javob beradi? Shu dorilar to'g'ri saqlanmagan. Yo'q, to'g'ri saqlashda emas bu. Retseptsiz berganlaringga. Dorilarda retseptsiz, antibiotiklarda retseptsiz berib yuborganlaringga. Bir tomondan sizlar aybdorsizlar, ikkinchi tomondan dorilarda o'sha standartda yozilgan antibiotik gruppasini, o'sha gruppadan kuchliroq gruppani yozib yuborgan doktorlar aybdor. O'rta Osiyo, O'zbekistonda mikroflorasi, bakteriyalari bor-ku, ancha-munchaga hozir Yevropa, Amerikadan kelsinda, havoyimizdan yo birorta gripp virusimizni olib ketib, hisob-kitob qilib ko'rsa, bakteriyamizni olib ketsin-da, misol uchun. Ancha kuchli biz bakteriyalar. Chunki biz antibiotik bilan boqib, kuchaytirib, trenirovka qildirib, kuchaytirib qo'ydik-da. Amerika eng oxirgi pokoleniya antibiotik tars chiqarsa, biznikilar tars ishlatib yuboradi-da. Endi tug'ilgan bolaga. Bu juda katta xato. Vaholanki bu juda katta xato. Hozir ceftriaksonni suvda natriy xlor bergandek berib yuboryapmiz-da. Ha bitta ceftriakson oling, quyib oling. Vaholanki ceftriakson u zaxira antibiotiklar, sulbaktamlari, antibiotiklar qatoriga kiradi-da. To'g'rimi? Biz yoshligimizda penitsilin bor edi, to'g'rimi? Penitsilin bor edi. Hozirchi kim penitsilin oladi? Olmaydi. Bu o'rganib bo'ldi-da, bizni bakteriyalarimiz kuchli, bakteriyaning shunaqa xususiyati bor, transformatsiya deydi, transformatsiya fanda, yana transduksiya degan jarayonlari bor. O'sha bakteriya, misol uchun mana bakteriya deylik, ichida misol uchun DNKsi bor. Antibiotik ta'sir qilyapti, o'lyapti, to'g'rimi? Ha? Lekin antibiotik ta'sir qilganda DNKda o'sha antibiotikka qarshi nima shakllanyapti. Informatsiya, antibiotikni informatsiyasini o'ziga olyapti-da, o'lgandan keyin bu parchalanib chiqib ketadi-da ichidan DNK. Boshqa bakteriya ichiga kirib oladi. Bu bakteriya siz chuchukurdingiz, chiqib ketdi u bakteriya. U tirik bakteriya. Bu odamga endi mana bu antibiotik ta'sir qilsangiz, yo'q, ta'sir qilmaydi. Men kecha mana uni ichdim deydi, men zo'r ta'sir qildi deydi, lekin siz ichsangiz sizga ta'sir qilmaydi-da shu. Chunki nimaga? U kuchaytirib qo'ydi-da. Ayniqsa bu holat qachon bo'ladi? Chala davolanishda bo'ladi. 5 kunga yozadi, 3 kunda yo'q. 7 kunga yozadi, 5 kunda yo'q, bo'ldi, yopib yuboradi, olmaydi. 3 kun oladi, bo'ldi. Tepfordi, dorilar qolib ketdi yo polkada, yo aptekaga kelib pul sarflab olmaydi. Buni oqibatida mana shu holat yuz berib, odamlar yana kuchli kasalliklarimiz ham kuchayaveradi, og'irlashib boraveradi. Endi orqaga yo'l yo'q-da shu. Orqaga yo'l bor. Mana pokoleniya hozir yana kuchsiz antibiotikka o'tamizda hamma qirilib o'tadi, hamma bakteriyalar qirilib tugaydi o'sha pokoleniyalar bilan. Keyingi pokoleniyalarga boshqatdan noldan yangi tug'ilgan bolalardan boshlab chiqsak, keyin bo'lishi mumkin. Ha? Ha, qarangchi, mikrofon ishlayaptimi, ish qilib. Hali aytadi, playni bosishdan chiqyapti dedi. Ishlayaptimi? Yo'q. Ularni retsept bilan berish nimaga muhimligini jichcha tushuntirib o'tishga harakat qildim. Xalqimizga men maqsadim bitta sizlarni aptekalarni o'tkazishdan boshqa, sizlar yana ertaga xalqqa xizmat ko'rsatadigan vakilsizlarda, hamma aptekada. Zvinosizlar. Urvinsizlar. Xalqqa shu to'g'ri xizmat ko'rsatsalaring, o'sha joyga borgan joylaringda, borgan dorixonalarida nisbatan tartibni sal saqlab tursalaring, aka mana klinikadasiz. Siz klinikada o'sha klinikadagi aptekani boshqarayotganingizda, klinikadagi vrachlaringizni ham boshqarishingiz mumkin-da. Qanaqa vrach, qanaqa retsept yozyapti umuman? Qanday yozyapti? Misol uchun, so'pda oxirgi so'pimiz bor, Soj 25-26 sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va dori vositalaridan oqilona foydalanish degan so'p bor. Shu so'pda aytadi, nimaga standartga kiritilgan sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish. Bu kerak emas aptekaga o'zi aslida. Lekin standartga kiritilgan. Nimaga? Sababi bor. Dorilarda lapatkalab sotinglar, ishlatib yuboringlar, yeb yuboringlar demoqchi emasda, qoshiqlab yeyapti-da bizgilar, qo'pol qilib aytganda. O'shani kamaytirish maqsadida o'sha so'p qilinganda, misol uchun ana doktorxona, klinikada ishlayapsiz, 10 ta vrachingiz bor, 10 ta vrachingizga 10 xildan 100 xil представитель kiradi deylik. 100 xil представитель
10 xildan dorisi bo'lsa 1000 xil dori olib kiryapti. Ha? Lekin kasal 100 ta deylik. Hali 1000 xil dorini yozish kerak, vrach qiziqtirib qo'ygan. Tars 10 tadan yozyapti deylik. Vrach kasal kelyapti, paket to'la dori. Kerakmi shu? Bitta olib, bitta nazorat qilinglar. Mana misol uchun olib, bitta ilmiy tekshirish institutimi yo bir o'sha vrach professorning oldiga olib borib, mana shunaqa diagnoz bilan shu dorilarni yozibdi. Sizlar klinikani boshliqlari qilish kerak-da aka buni. Shu diagnoz bilan shu dorini yozibdi, shuncha millionlik. Qaysi biri kerak, qaysi biri kerak emas. Qani professor o'sha Toshkentda turgan ilmiy tekshirish institutlarida turgan vrach o'sha infeksionist bo'lsa infeksionistga olib boring, kardiolog bo'lsa kardiologga olib boring, tekshirtiringchi qanchalik to'g'ri ishlayapti doktor. Ashitdan aytishim kerak, men misol farmatsevtman, men ayta olmayman. Chunki vrach o'zi biladi nimaga yozganini, qaysi dorini, qaysi simptomni. Bor zo'r doktorlar bor, imенно isbotlab keltirib beradi. Mana uni bunga yozdim, mana buni bunga yozdim. Lekin bitta simptomga 4 xil, 5 xil tiqib yuborish ham bo'lmaydi. Aholiga zararmi? Shuning uchun sizlarning maqsadim ko'ryapsizlarmi retseptni, jitcha chiqinglar. Sakringlar, jitcha joylaringdan chiqib, vrachning yoniga kiringlar. Kiringlar, realni kirsa bo'ladi. Farmatsevt xodim kirishga haqqi bor. Ey doktor, insofingiz bormi? Mana bu dorini yozibsiz. 50 ming turadi bu qurib ketgur. Yana topolmayapmiz buni biz. Kasal sarson. Buni o'rniga 15 minglik dori bor. Bersam qaytarib yuboryapsiz. Nima bu insofdanmi deb qo'yinchi, nimadir keyin doktor. Hammani oldida aytish kerak. Glavvrach bilan birga qo'yib aytish kerak-da. Sizlar chiqmasalaring, ertaga boshimizga chiqaveradi-da. Farmatsevtni hozir dumalatib, ariqqa yumalab loyiga bulab yuborishdi, qo'pol qilib aytganda. Vrachlar. Sen nimani bilasan, nimaga men dorini almashtirasan deydi. To'g'ri, noto'g'ri almashtirib qo'ygan joylari ham bor, lekin mana shunaqa insofsizlik holatlarida chiqmasalaring, aytmasalaring, biz aytmasak kim aytadi? Kasal bilmaydi-ku. Kasal shu doridan kerak ekan deb ketaveradi oqtadi boshqa joylarga. Men aytdim, doktor vrach kelsin, bo'pti, olib kelsa men qo'ymayman. Xohlagan joyda o'tirsin. Yotgan yotgan vrach. Siz Go'rzdravga chiqing. Go'rzdrav hal qilmasa, Oblzdrav o'shna joylarda mana sizlar jitcha huquqlarni talab qilishni o'rganinglarda, uje 21-asrdamizda, uje o'zimizni huquqimizni talab qilmas ekanmiz, bizni boshimizga chiqib, qul qilib, tepib tashlaveradi. Tepaveradi-da. Oxirida nima kim qiynalyapti? Xalq qiynalyapti. Siz mana xalqni o'ylab gapiryapsiz. Siz diktafon bilan yo video rolik bilan kiring. Yoningizda bittasi bilan kiring. Doktor insofingiz bormi? Mana bu nima qilmaysiz? Qani qaysi statya bo'yicha qilmaysiz? Men farmatsevt sifatida siz вообще-то bu retsept noto'g'ri retsept. Noto'g'ri. BNN orqali yozish kerak-da. Международный непатентованный наименование deydi. O'sha savdo xalqaro patentlanmagan nomi bilan yozish kerak. Unaqa yozmayapsiz birinchidan. Lekin men o'sha sostavini ko'rib boshqa dori beryapman. Haqqim bor. 185-qarorda yozib qo'yilgan. Shu sostavga o'xshash bo'lgan boshqa dorini o'sha kasalni nima ogohlantirgan holatda bersangiz bo'laveradi yoki vrachni ogohlantirgan holatda bersangiz. Lekin vrach отказ qilishga haqqi yo'q. Haqqi yo'q. Shu joyda отказ qilyapsiz, bo'ldi, ketdi deydi. Go'zdravga boringda, mana bu shu dorini berdim, men buni berdim, u qilmas ekan, boshqa joy xohlagan joyda qildirsin deb tonyapti. Gipokrat qasamini ichganmi? Nimaga tonaladi? Kasalni davolashga majbur. Dushmani bo'lsa ham, otasini qotili bo'lsa ham davolashga majbur. Kasal-ku. U doktor Gipokrat qasamining mazmuni shunda-da, kasalni davolashga o'sha nimaiki o'zini adovatini yig'ishtirib qo'yib davolash kerak. U qasam paytida представительlar bo'lmaganda, bo'lmasa hatto qasamni ham yozib qo'yilardi, firmani dorisini, bonuslarini ham yig'ishtirib qo'ysin degan joyini ham yozib qo'shib berdi. Hozir u qasamni unutib yuborishdi, qo'pol qilib aytganda. Bonus bormi? Bo'ldi. 10 ta kasal kelsa 10 ta chiqarib beradi retsept. Vaholanki 10 ta kasaldan bittasiga o'sha sostavli dori kerak, 9 tasiga kerak emas. Qo'pol qilib aytganda. Aytinglar, chiqinglar. Mana bu oddiy antibiotik yozsa ham bo'ladi yoki mana 15 mingligini yozsa ham bo'ladi. Chiqinglar. Представитель kelsa betiga otib yuboringlar dorisini. Sen insofsizsan, sen ko'r bo'lasanlar hali deb otib yuboringlar. 10 talaring otib yuborsalar 11-apteka kira olmay qoladi, ishdan chiqib ketadi представитель. Qo'pol qilib, men ishlaganman-da представитель bo'lib. Lekin men etichnik kompaniyada ishlaganman. Birovga men 1 so'm pul bermaganman. Bitta aptekachiga 1 so'm pul bermaganman, bitta doktorga 1 so'm pul bermaganman. To'g'risi mana. Kim ko'rsa, meni tanisa, aytsin, yozsin kommentariyada. Men 1 so'm pul bermagan. Lekin hozirgi zamonda представительda qat'iy pulli bo'lib ketganda, pul tushgandan keyin dorini effekti bilan kasal o'rtasiga, dori bilan kasalning o'rtasiga pul tushgandan keyin effekt qochadi-da. Uje qizig'i yo'q. Uje qizig'i yo'q. Yozaveradi.
u уже plan qilib olganda $1000 olib qo'ydi mana представительdan. Ha, u $1000 oqlash uchun bir kunda 10 tadan kasalga olsam 10 mingdan bo'lsa 10 tasidan 100 ming bo'ladimi? Ha, demak 100 mingdan bir kunda olsam oyda 3 million. Demak oyiga 3 millionlik olsam, demak 3 oyda 4 oyda chiqib ketaman $1000 oqlab berar ekanman. Plan bor-da уже miyada. Demak bir kunda 10 ta kasal kelmasa ham, kelsa ham yozish kerak. O'sha dorini effekti, dorini o'sha kasallik kerakmi, kerak emasmi chiqib ketdi. Men endi hozir vrachlar hammasi emas, hamma firma emas, hamma yana tushunmaylar haligi. Hozir shunaqa bo'lib ketibdi dunyo, ya'ni ko'rganlar har xil odam bo'ladi-da. Yaxshi dorilar ham bor, yaxshi dorilarda arzon bo'lib turib, misol uchun qanaqadir nimadir beryapti. U ham etikniga kirmaydi lekin. Birinchi o'rinda dorini effekti bo'lish kerak, ikkinchi o'rinda dorini narxi turish kerak. Ikkinchi o'rinda. Shu bemormi, misol uchun qanaqa dori olyaptimi, u effekti bormi? Bor. Ikkita effektli dori turibdi deylik. O'sha sostavli, ikkita firmaning. Qaysi biri arzonroq bo'lsa, o'shani yozish kerak-da. Ikkalasi ham effektli bo'lib turib, qaysi biri arzonroq bo'lsa, agar bemor buni tanlamasa o'zi. To'g'risida aytish kerak, misol uchun 100 minglik dori bor Germaniyaniki, 100 minglik dori bor Germaniyaniki, lekin 80 minglik Ukrainaniki ham bor. Bu Germaniyaniki ikkalasi ham effekti bir xil deb qo'ysa, keyin aptekaga kirgan yoki sizlar aytinglar. 100 mingligi bor, 80 mingligi bor, qaysi birini beray? Ertaga elektron retsept ishga tushadi, sizlarga zo'r bo'ladi. Sizlar xushxabar, sizlarga elektron retsept ishga tushadi, sug'urta tizimi ishga tushadi, sizlarga zo'r bo'ladi. Chunki elektron retseptni mana bu kompyuterdan yozadi-da ular. Kompyuterga ID, yagona bitta portal bo'ladi. O'sha portalga o'sha misol uchun ID pasportim bilan borsam, doktorning oldiga ID raqamini kiritadi. Atta meni kabinetim bo'ladi. O'sha kabinetga kiradida doktor o'zini kluchi bilan diagnozni qo'yadi. Buni kuni men qabul qildim. Diagnozni qo'yadi. Diagnoz qo'yilgandan keyin atta o'sha standartdagi dorilarni standart shaklida yoziladi. Endi mana bu dorini iminni olsin deb bossa qizil chiqib turaveradi. Chunki mininisini yozish kerak edi. O'zini yozgandan keyin sizni aptekangizda ham xuddi shunaqa programma tushadi. Ulanadi. O'sha osonmi, fabmi, qaysidir aptekalarning programmalari bo'lsa, ulanadi-da. Siz o'zingiz kluchingiz bilan shunday kirib turib, bemorning ID raqamini shunday kiritsangiz, unga yozilgan retsept sizga chiqib beradi. Qog'oz ko'tarib kelmasak. Hech qachon. Bo'ldi, retsept pishdi. Firmalar ham pishdi. Agar shunaqa yo'lda ishlayotgan firmachilar ko'rayotgan bo'lsalar, yig'ishtiringlar, boshqa kasb qilinglar. Pishdi o'sha. Realni pishdi. Hozir o'sha mana markirovka tizimidan yarmi to'kilib ketdi-da o'sha firmalar. Yarmi eksklyuzivlar yarmi to'kilib ketdi. Qiyin bo'lib qoldi. Endi hozir mana bu elektron retsept tizimi tushgandan keyin o'sha dorisini nomma-nom yozdira olmaydi. Endi sizlarning insoflaringga bog'liq faqat. O'sha представительlar sizlarga kelishni boshlaydi ertaga. Meni dorimni tavsiya qilib bering, sizga minini bilan chiqar ekani baribir, sostavini yozsa, meni dorimni soting, meniki bunaqa, men sizga bunaqa narsa qilib beraman, aptekangizni qurib beraman, boshqatdan tomini olib beraman, bunaqa qilib. Sizlarga podxod boshlanadi o'sha. Sizlar o'sha vishshi uровеньga chiqasizlar. Endi sizlarda ham misol aptekachi insofsizlari ham ko'p, lekin ko'pchilikda bor-da. Misol kirganman-da aka, misol uchun men bonusim yo'q, bir tiyin bermaydi meni firmam, qurumsoq mana shunaqa desam, bunaqada doringiz ketmaydi deysiz-da. To'g'risida shunaqalar bor. Vrachlar bor, nimang bor deydi. Uy olib berasan, sen men shuncha yildan beri san doringni yozar ekanman, baqa deb ishib olganlar bor. Sen uy olib bersang, men o'zi oylikka ishlaydigan odamman. Xohlasangiz yozmay qo'ying. Kasallaringizga nima yozasiz, buni yozmasangiz, yozasiz iloji yo'q, majbursiz deb kulib chiqib ketamiz keyin. Endi sizlarga shunaqa holat keladi-da endi. Sizlar elektron retsept keladi, misol uchun analgin deb yozgan bo'lsa, xohlasalar analgin, xohlasalar boshqa analgin sostavli, metamizol natriy sostavli boshqa narsalar ko'rib chiqaverasizlar-da. Ibuprofen yozgan bo'lsa, xohlasalar ibuprofen rapid, xohlasalar mig, xohlasalar boshqa narsalar beraverasizlar. Endi sizlar qo'llaringizga o'tadi. O'shanda sizlarning assortimentlaringiz qisqaradi. Sizlar xohlagan narsa berasizlar. O'sha elektron retsept qo'lida yo'q, oqtarmaydi endi bemor. Aptekaga keladi. Hamma o'sha sostavli dori hamma aptekada borda chiqib ketmaydi. Qaysiga kelsa bo'ldi, tamom. Bitta minusi bor aptekalarga, yana aytib o'taman, kecha kuni ham aytib o'tdim. Bitta minusi sug'urta tizimi ishga tushgandan keyin go'zzakuplar ko'payadi, klinikalar o'zlari dorini olishni boshlaydi. Chunki sug'urta kompaniyasi bilan shartnoma qilasizda, yoki aptekalar sug'urta kompaniyasi bilan shartnoma qilmasa, sug'urtali bemorlarga sizlar xizmat ko'rsatolmaysizlar. U sug'urtasi bilan dori olgani keladi-yu. Yonidan pul to'lab olmaydi-da, o'sha sug'urtaga pul to'lab qo'yganda oyligidan yechadi. O'qituvchilar,
Misol uchun davlat xizmatchilari hammasini oyligidan har oyda 1 millionmi, 500 mingmi yechib turadi. Kasal bo'lsa yoki bir yilga 3 millionmi, 4 millionmi yechadi. O'shanda sizlarda ob'yom jicha tushishi mumkin. Lekin sizlarda hokimiyat ko'tariladi. Huquqlaring ko'payadi demoqchiman. Endi yana darsimizga qaytamiz, cheklashib ketdik. GPP standarti bo'yicha retsept bo'yicha berishni ko'rdik. Retsepti kelsa, retsepti to'g'ri to'ldirilganligini ishonch hosil qiling, dozalari to'g'ri yozilganligiga ishonch hosil qiling va o'sha bemorga to'g'ri tashxisni endi siz bizga nima taalluqli emas, o'sha tashxis bo'yicha o'sha dorini, o'sha dozalar to'g'ri yozilganini tekshirgandan keyin berishni boshlaysiz. Berayotganingizda kalishogini yirtishdan oldin o'sha retsept bergan retsept dori vositasi nomi, misol uchun savdo nomini yozasiz, qaysi birini berganingizni yozasiz. Retsept bergan farmatsevt familiyasi, sana, imzo, retseptlar uchun degan shtamp bo'ladi. Tars etib bosib, yirtib turib, kalishogni berasiz, retsept o'zida qoladi. Retsept o'zida qolganda retseptlarni qayd etish jurnali bor, qayd etib qo'yish kerak. Qaysi retseptni berdingiz? Chunki retseptlar dorixonada 1 oy saqlanadi-da, 1 oydan keyin uni ishtajeniya qilib yuborish kerak. Bu jurnal turadi. Keyingi GPP kelguncha ham birorta bir muammo bo'lib qolsa ham jurnal turadi. Endi retsept noto'g'ri bo'lib qolsa nima qilish kerak? Kim aytadi? Bizda institutda o'shani bitta aptekani maketi bo'lardi-da, bitta xonalarda apteka qilib tashlagan, imtihon topshirardik-da, o'qituvchilar olardi bizdan. Retsept bo'yicha keldi, mana bu retsept senga qani berchidirdi, olardi, endi dorilarni nomlari, korobkalar turadi xolos. Endi dorilar, ikkita xolodilnik, korobkalar, ham retsept ko'rilardi, seriyalarni ko'rilardi, nimasi, dozalarini ko'rilardi. Yoshi bemorni yoshi manaqa holatda retsept keldi. Ko'rilarda retseptni jurnalga yozardi, endi yozmasak ham bunday qilib qo'yardi-da, pechat retseptlar uchun shtamp bosardi, berardi, tekshirardi. Endi retsept noto'g'ri bo'lib qolgan holatda noto'g'ri retseptlarni ham tiqib yuborishardi-da. Misol uchun bemorning yoshi bunaqa, 6 yoshli bola, misol uchun yoki 4 yoshli bola Rinaxil formula yozilgan deylik, misol uchun. Islometazalinda 0,1% yozilgan. 4 yoshli bolaga 0,1% berilmaydi turib, xato retsept deb turib, retsept haqiqiy emas degan shtampni bosamiz retseptga, retseptni olib qolamizda noto'g'ri retseptlar jurnaliga qayd etamiz. Retsept qaytarib bermaysiz. Bu boshqa joyga bersangiz bitta insofiy yo'l berib yuborishi mumkin-da. Islometazalinda peridoz bo'lsa, bolaning isitmasi tushib ketib, davleniyasi tushib ketib qolishi mumkin. Bir xilga doktorlar ko'rmay qolib berib yuborishi mumkin-da. Shuning uchun sizlar ham bir himoya nimasizlar, zvinosizlarda doktorlarning xatolarini sizlar sezishinglar kerak. Shuning uchun retsept to'g'ri, noto'g'riligiga ishonch hosil qilgandan keyin to'g'ri bo'lsa, keyin berish kerak degan qonun bor, qoida bor. Endi retsept berish bo'yicha berdik, retseptsiz sotish qonun qoidalari ham bor. Retseptsiz sotishda nimaga ahamiyat berish kerak? Bemorning holatiga. Bemor keladi, tasavvur qilinglar, boshim og'riyapti, misol uchun og'ir vaznli, boshim og'riyapti deyapti. Davleningizni o'lchatdingizmi deysiz, necha davleniya ko'tarilayotgan, sirazi skoriy chaqirib berib yuborasiz, qanaqa davleniya, yoki davleniyadan bo'lmasa, yo'q, davleniya ham yaxshi ekan, yoki o'zi o'lchang juda bo'lmasa, davleniya ham yaxshi ekan desa, bosh og'riq dori. Agar ayol kishi bo'lsa, homilador emasmi, yosh bo'lsa, tug'ish davrida bo'lsa so'rash kerak, laktatsiya davridagi bolasi yo'qmi uyda, emiziklik, uni so'rash kerak. Keyin yana nimalar so'rash kerak? Yondosh kasalliklariga unaqa protivopokazaniya bo'ladigan dorilar bo'ladi-da. Misol uchun kislometazalinda zakrita ugulniy glaukoma deydi. O'shaqa simptomdagi odam bo'lsa, berib bo'lmaydi-da, sepib bo'lmaydi. Lekin uni hech kim bilmaydi-da. Zakrita ugulniy glaukomangiz bormi yoki yo'qmi deb so'ramaysiz-da. Hamma berib yuboraveradi, qator. Shuning uchun demoqchi bo'lganim, retseptsiz berayotganingizda mas'uliyat sizni bo'yningizga avtomatik o'tib qoladi-da. Siz javobgar bo'lib qolasiz. Shuning uchun aytiladiki, agar bemorga, men aytgan narsalarni aytib o'tasizlar, agar bemor, hurmatli bemor, agar sizni ahvolingiz og'irlashadigan bo'lsa, vrach nimasi bir kundan 2 kundan keyin yengillashmasa, vrach tavsiya beraman, boshlaysiz shunadi. Vrachga borishingizni tavsiya beraman. Hozirgi holatingizga simptomlarni yo'qotish uchun isitmani tushiruvchi, og'riq qoldiruvchi yoki bir yana boshqa bir shunga o'xshash retseptsiz beriladigan dori vositalari bilan tavsiya beraman deb o'zlaringni dorilaringni tavsiya qilasizlar. Bez retsept. Endi yana bitta pluslaring bor. Misol uchun retseptsiz dorilar ko'pda dorixonada. O'shalar ko'paytiringlar sizlar. Batlar mana hozir misol. Bat moda bo'lib ketdi.
Yaxshi batlardan topinglar-da, yaxshilardan, sifatlilardan olib kelinglar dorixonaga. Ko'zga, burunga yoki boshga, xotiraga, misol uchun impotensiyaga hozir ko'p misol keladi shikoyatlar, to'g'rimi? Yana nimalar bor? Misol uchun ayollarga semirishga, ozishga, har xil batlardan olib keladi. Shunaqa simptomlar bilan kelganda tavsiya qilib, yaxshisi bo'lsin lekin. Yaxshi sifatligini olinglar, tavsiya qilib sotinglarda klient ko'payaveradi sizlarga. Klient ko'payaveradi. Yevropa ko'pchilik mana Arabistonga borganlar aytadi, umraga borganlar, aptekasiga kiruvdik deydi. Buncha aptekani polkasi deydi. Ana shunaqa polka. 4 ta dori turibdi xolos deydi. Nimaga? Chunki ular retseptsiz bermaydi, retseptorli dorini bizga o'xshab. O'tda retsept, siz borgan joyda doktor yo'q-da, doktorxona. Retsept chiqadigan. U mini marketda-chi yoki birorta burchaklar, to'g'rimi? Gassisan, taylar yoki joylar. Vaholanki Yevropada ham shunaqa, Rossiyada ham shunaqa. Rossiyada misol men o'qishdan qaytardim, 40 minut avtobusda yurardik. 40 minut yurib borsangiz, 2 ta yo 3 ta apteka chiqadi. 40 minutda. Bizda yo 20 ta yo 30 ta apteka chiqadi. 40 minut avtobusda yuring, shaharda ichi bilan. Sanasangiz 20 ta 30 sanangiz. Sababi biz lapatkalab yeyapmiz-da dorini. Qoshiqlab emas, katta kureklab yeyapmiz-da, qo'pol qilib aytganda. O'shaning uchun ob'yom katta-da bizda. Qoplayveradi, 20 ta ochilsa ham, 30 ta ochilsa ham o'sha joyda qoplayveradi. Rossiyada unaqa emas-da, 2 ta apteka bo'lsa, 3-inchisi ochilsa qoplamaydi-da. Germaniyada endi hozir to'g'rimi, noto'g'rimi men eshitdim. Apteka, yangi apteka ochilish uchun ma'lum bir radiusda apteka bo'lmasligi kerak. Kilometrda. Agar kimdir ochib qo'ygan bo'lsa, siz ocha olmaysiz o'sha kilometrga. Chunki kerak emas-da. Aholini o'sha ma'lum bir radiusda, necha mingta aholi bo'lsa, xizmat ko'rsatishga bitta apteka yetar ekanda. O'shaning uchun bizda teskarisi. Bizda nechta ochsang ochaver. Qotaver mana misol Toshkent atrofi polniy apteka 200 ta bo'laveradi. Endi retseptsiz sotishda aytganimdek, batlardan, yaxshilardan, sifatlilardan terib olinglarda o'zlaring retseptsiz bersalar ham bo'laveradi. Misol menga Rossiyada o'rgatishgan, biz endi aptekada ham ishlaganmizda, kassa chekini ko'tarishni o'rgatishardi boshliqlarimiz. Treninglar bo'lardi bizda onlayn savdoni oshirish uchun. Hozir ham O'zbekistonda boshlandi shunaqa narsalar. Kassa chekini qanaqa qilib ko'tarish mumkin? Kelayotgan bemorni maksimal darajada tavsiya qilib, endi yaxshi narsa tavsiya qilasizda, pulini olib qolish kerak. Unda nimaga ahamiyat beriladi? Misol uchun oddiy sildenafil so'rab keladi. Ko'pchilik sildenafil, to'g'rimi? So'rab kelganda, demak, unda murskoy impotensiyaga moyillik bor, demak, kuchi kamroq ekanini turib, sirazu sink sostavli vitaminlar tavsiya qilinadi-da. Men o'zim sotganman, 50 rubllik narsani o'rniga 500 rubllik vitamin sotib olganman-da. 550 rubl, 1000 rubldan oshirsam, mana shunda turardi, oshirsam, meni oyligim normalni oshib qolardi-da, bir oylik. O'shaning uchun demoqchiman, o'zlaringizdan xodiminglar shunaqa qilib o'rgatsalar ham bo'ladi, lekin yaxshi narsalar bilan. Yana bir urg'u beraman, yaxshi narsalar. Chunki sizlarga qolyapti-da endi nima? Javobgarlik. Yaxshi narsa bersangiz, yaxshi effekt bersa, to'g'ri bersangiz haligini. Uning uchun yana nima kerak? Bilim, ilm kerak-da. Bilimni yaxshi olsangiz, o'sha simptomlarni yaxshi o'rgansangiz, organizmdagi o'sha patologiyani yaxshicha endi doktor darajasida emas, tushunib oladigan bo'lsangiz, qachon isitma dori ta'sir qiladi-yu, qachon ta'sir qilmasligini ham bilish kerak odam. Misol uchun bir xilgilar bor, o'sha tifikonni qo'ydim, isitmasi tushmayapti deb keladi. Boshqa narsa bering deydi-da, boshqa ibuprofen ichiradi. Vaholanki NPVS o'sha jigarga normalniy zarar yetkazib qo'yishi mumkin. Unda so'raysiz, tifikonni qancha bo'ldi qo'yganingizga? Suv ichiryapsizmi bolaga? Agar organizmda suv yetishmasa, isitma tushmaydi. Udarniy dozada bermaysizmi isitma? Paracetamolni udarniy dozada bermaysizmi? Isitma tushmaydi. Chunki paracetamolni ishlash mexanizmida ham o'sha isitmani suv orqali tushiradi-da. Tellab turib chiqarib oladi temperaturani. O'shaning uchun shunaqa narsalarga ahamiyat beringlar, o'rganing. Endi dorixonada yana qanaqa jarayonlar bor? Aytdim hali zonalarni, karantin zona, brak zonani aytdim. Karantin zona nimaga foydalaniladi? Savol bo'lib berishi mumkin. Karantin zonadan nimaga foydalandi aka? Yozib qo'yibsiz, qulf kalit qo'yib qo'ysiz, nimaga qo'ydingiz deydi-da inspektor. Aytasizda, karantin zona shubha tug'ilgan dori vositalariga vaqtinchalik saqlash uchun yoki qaytariladigan dorilarni vaqtinchalik saqlash uchun qo'ydik. Ya'ni tovar keldi, nomuvofiq keldi deylik, shubha tug'ildi-da uni sifatiga.
Bu agar qabul qilmagan bo'lsangiz qaytarishingiz mumkin yoki qabul qilib qo'ygan bo'lsangiz o'sha uni karantin zonaga tiqib turasizda, provizor yoki o'sha laboratoriyaga borib tekshirtirmagunizcha o'sha yerda turib turadi. Agar provizor ya bu уже brak bo'pti, tashlab yuboringlar, yo'q qilinglar, unishtajeniya desa, brak zonaga olib qo'yasizlarda, keyingi nima qulf kalitli xonaga. Ses bilan ekologiyaga xat jo'natasizlar. Biz shunaqa dorixona tashkiloti, bizda shunaqa seriyali, shunaqa dorimiz bor, yaroqsiz holatga keldi. Iltimos bizga yo'q qilishga yordam berishingizni so'raymiz deb ikkalasiga xat chiqarasizlar. Ikkalasidan bittadan odam ajratiladi, pul to'lov qilasizlar. Ikkalasiga pul to'lov qilasizlar. Keyin keladi, dorixonani ishchilari bilan birga borib, o'sha svalkagami, ekologiya aytadi, qayerda yo'q qilish kerakligini, borasizlar, atga ham pul to'laysizlar, yo'q qilasizlar. O'shaning uchun doridan agar mabodo sizlarda surogga o'tib ketayotgan bo'lsa, ehson qilib berib yuboringlar surogga bor paytda. Chunki uni yo'q qilish ham minusda sizlarga. Undan ko'ra dorini puliga kuyib qo'yganlaring yaxshi. Oxiri kelganda 2 oy qoldimi, ehson qilib yuboring, 1 oyda nima ham sotiladi. Misol uchunda savob ham bo'ladi-da sizga. Qiynalib keldimi, aka oling men yoki yarim puliga berib yuboring, yarim puliga ziyon qilasizda. Qiynalib kelgan bo'lsa, aka olavering, men sizga bashi davolanib, davo topsiz bo'ldi deb berib yuborganingiz sizga yutuq bo'laveradi endi bundan keyin buyog'iga. Chunki uni unishtajeniya qilmasangiz, markirovkani ham yo'qota olmaysiz shotingizdan. Markirovkani ham yo'qota olmaysiz. Shu agar misol uchun yo'q qilib yubordingiz-ku, pul shotingizdan yo'qolmayapti deylik, misol uchun yo'q qildingiz, o'sha videoni nimaga soliqqa tashlaysiz, keyin shotingizdan minus qilib beradi o'sha dorini. Bir xilga aptekachilar borda shu strellar. Misol uchun 200 million, 300 million ostatkasi qolyapti-da, men uni yo'q qilib yubordim deb turib akt qilyapti, lekin videosini tashlab bermaydi-da, soliq keyin video so'raydi. Qani unishtajeniya deydi. Qani sesni qo'li deydi. Shuning uchun yo'q qilishda ham yo'q qilish bor. Endi dori vositalarini yo'q qilishni ham tushuntirib o'tib ketdim. Brak zonani, karantin zonani tushuntirdim, dorilarni saqlash tushuntirdim, dorilarni qabul qilish tushuntirdim, dorilarni sotish tushuntirdim. Gigiyena qoidalari qoldi. Gigiyena qoidalari o'sha dorixonada ishlaydigan ishchilarning kiyim boshiga, o'ziga, gigiyenasiga oid bo'lgan qoidalar. 1 yilda bir marta medkinishga to'ldirib, o'sha medko'rikdan o'tish kerak. Dorixonada ishlayotgan xodimda ikkinchi obuv bo'lish kerak, обязательно. Dorixonaga kirganda almashtirib olish kerak, xalati bo'lish kerak, обязательно. Xalat toza bo'lish kerak, dazmollangan, hali misol dog' bo'lib ketmagan bo'lish kerak. Dog' bo'lgan bo'lsa yo yuvdir, yo boshqasiga almashtir, chiqmasa. Shu. Endi yana nima? Gigiyenada yana nimalarga ahamiyat berish kerak? Tozalash. Dorixonada tozalikda endi. Tozalikda o'sha tozalashda tartibi bor. Dorixonada tozalikni qayd etish jurnali bor. Dorixonani tozalashni qayd etish jurnali. Dorixonada farrosh xodim yoki отдельно farrosh bo'lish shart emas. Biror bir xodimga farrosh vazifasi ichki buyruq orqali yuklatib qo'yilsa bo'ldi. Farmatsevt ham farrosh bo'lishi mumkin. Farrosh xodim keladi, misol uchun bir mahal uborka qiladi bir kunda. U yo kechda yo kechda bo'lsa yaxshiroq, chunki ertalabgacha kir turmaydi, apteka toza turadi keyin. Kechdan oldin pollarda artib, bak lampani yoqib 15 minutga nima qilib, kvartsvaniya qilib ketadi, jurnalga yozib ketadi. Endi jurnalga yozganda tozalovchi xodimning familiyasi, imzosi. Ertasi kuni ertalab kim keladi? Provizor keladi. Provizor hammamiz aptekamiz o'zi qoida bo'yicha ishlaydigan odamda, lekin ichki millada yo'q, turmaydi. Provizor kelib, tozalikni tekshirib, demdek qarab turib, sichqonlarda nimasi bor, tuzog'i bo'ladi, to'g'rimi? Peskiller kechqurun ishlagan bo'lsa, pashshasi o'ldirib pastga tushadi. O'shalar to'g'ri tozaladimi, yo'qmi ko'rib, nima qiladi? Qo'l qo'yib tekshirdim deb qo'l qo'yib qo'yish kerak. Bo'ldi. Boshqa nima yo'q. Tozalashdi. Endi bak lampani to'ldirayotganda, ishlatayotganda yozib borish kerak, necha minut ishlatganingizni. Kim aytadi nimaga? Bak lampani jurnalga yozish kerak. Ko'p ishlatish mumkin emas. Yo'q. Ya ko'p ishlatish ham zarar qiladi, lekin unaqangi nima emas. Nimaga? Sababi bak lampani umri borda, ishlatish nima deydi? Srok ekspluatatsiya deydi ruslar. O'sha ishlatilish davri bor. 5000 soatdan ko'p ishlatib bo'lmaydi bak lampani. O'sha har kuni necha minut ishlatayotgan bo'lsangiz, yozib har 2 haftada bir marta расчет qilib, mana shu jurnali ham bor. Hozir men sizlarga ko'rsatib beraman, topsam. Shikoyat, hisob faktura, mana bakterisiz lampadan foydalanishni qayd etish jurnali bor. Uni ichini ochadigan bo'lsanglar, men bu jurnalda o'sha JXP ni o'sha kanalidan olganman, tushib qolgan, lekin o'zim chizib olganman.
Ertalab kechqurun 2 mahal yoqilar ekan, 15 daqiqadan yoqsalaring bo'ladi. Yoqilgan vaqt bilan o'chirilgan vaqt yozib borilishi kerak. Yoqildi 8:00 deydigan bo'lsangiz, o'chirilgan vaqt 8:15. O'z-o'zidan o ishlash davomiyligi A ustunda 15 daqiqa qo'yib qo'yasiz. 15 daqiqa qo'yganingizdan keyin 15 kun mobaynida mana bu 15 tushyapti. Ha, 15 tushyaptimi? Demak, ertalab 225 minut, 15 kun ichida kech payt 15 kun ichida 225 minut ishlatdingiz. Demak, bir oyda 15 kunda общий 450 minut ishlatyapsiz. 15 kunda 450 minut, bir oyda 900 minut ishlatyapsizmi? Bu degani bir oyda 900 minut, 1000 minut ishlatyapsiz, почти. 5000 soat degani ancha minutda 30000 daqiqada 5000 60 ga ko'paytirsangiz 30000 daqiqa. Demak, 30 oyga yetar ekan xolos. Qo'pol qilib aytganda. Agar 15 minutdan ishlatsangiz, yarim soatdan ishlatsangiz 15 oyga yetadi. 1 yilga почти yetar ekan. To'g'rimi? Ashuna qilib hisob-kitob qilib, 1 yilda bir marta kamida bak lampalarni almashtirib ham turish kerak. 150 ming so'm turadi Medtexnika magazinda. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan, tanishtirmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shundan iborat edi. Ko'pchilik charchab ham qoldi, menimcha. Bundan o'zi ko'pi ham ko'pda. O'zi mana o'sha 11 bo'ldi, 9 da boshlagan bo'lsa 2 soat почти bo'ldi-da. 2 soatdan u yog'i odam organizmi konsentratsiyasi buziladi. Xohlaydimi, xohlamaydimi. Nimaga darslar 45 minut qilinadi, bilasizlarmi? Maktablarda. Chunki 45 minutdan keyin tushib boradi-da, nima? Effekt. O'shaning uchun 5 minut yugurtirib yuboradi-da bolalarni, signalni olib. Institutlarda 90 minut. Chunki ular sal kattaroq odamlar, o'zini boshqarishni biladi. Baribir 90 minutda yog'iga turmaydi-da, sirazi ularni ham yugurtirib yuborish kerak. O'shaning uchun sizlarga rahmat kelganlaringga, sabr qilib eshitganlaringga, savollar bo'lsa beringlar. Qanaqa savollar bor qiziqtirgan? Savollar ikki xil holatda yo'q bo'ladi-da. Yo zo'r tushunganda, u o'ta zo'r tushunganda yoki umuman tushunmaganda. Agar chala tushungan odamda точно bo'ladi savol. Men zo'r tushundilar endi deb o'ylayman. Bo'lmasa, meni savolim bor. Zo'r tushungan bo'lsalaring, sizlarga savol. Essensialda kapsulasi bor. Nomerom 30 taligi. 21 gradus harorat yozilgan. Qayerda saqlash kerak? 21 gradus. O'sha korobkasida, korobkasini kelgan korobkasini o'zida omborda saqlash kerak. Yo'q. Omborimizda harorat aytdiki 15 dan 25 gacha ko'tariladi. 21 gradusli dori 25 gradusda sifati buzilishi mumkinmi? 24, 23 larda buzilishi mumkinmi? Demak, uni xolodilnikda 8-15 ga yoki 8 ga ham tiqsangiz bo'laveradi uni. Chunki uni qoida 21 gacha, 28 ham. Tushundilarmi? Mana shunaqa savollar berishi mumkin. Buni nimaga aytyapman? Hozir videoda ko'rganlar shu dorilarni ko'rib oladi-da o'zlarida. O'zlarida ko'rib oladi. Mukaltin bor, qog'ozli, bilasizlar, 8-15 yozilgan o'shanga. Ko'rib qo'yinglar. Ko'pchilik hamma dorini terma rejimda qarayapti-da, ana qog'ozlilar, ha, bular xonaniki, o'zi o'xshamaydi-da, u xolodilnikda turadigan narsaga. Qog'oz chunki xolodilnikda ho'l bo'lib ketishi mumkin-ku. Bu xolodilnikda turmaydi, mana shu yerda turadi-da, g'aladon birov qaramaydi-da yoki mukaltin boshqasi bor 25. Unga qaramaydi-da keyin. O'shaning uchun qaranglar, iltimos, dorilarni doyedinni va pachka. Oxirgi pachkasigacha qarab chiqinglar. Bir xilmi? O'sha dori turaversin mayli. Misol 30 ta baktalormi? Bittasini ko'rdingizmi? Ras 10 gradus yozilgan, hamma 30 tasini yig'ishtirib tiqib qo'ying. 30 tasini ko'rib chiqishi shart emas. Hammasi bir xil bo'ladi. Baktalordan keyin bifilaksmi? Hammasini tiqib qo'ying. Essensial chiqdimi? Bu degani sizlar kallalaringizcha aqlli bo'linglar. Essensialning fosfolipid sostavli любой dori borki, yig'ishtirib olinglar. Fosfolipiyali bormi? Essensial boshqasi bormi? Hammasini yig'ishtirib olinglar. Sizlarga mana podskaziyada. Keyin B komplekslarda ko'p harorat rejimi buziladi. Ko'pchilikda men unishtajeniya aktini to'ldirayotganimda ko'raman-da ko'pchilikda. Keyin yana nima adrenalin ukoli bor, ko'pchilik bilmay qoladi. Keyin yana nima bor, midakalin bor 8-15, uni ham ko'rmay qoladi. Keyin juda ahamiyat berilib, ko'pchilik aptekaga ikkita xolodilnik qiladi-da, lekin xolodilnikdagi ichida dorilar chalkashtirib oladi. Zo'r sortirovka qilgan, lekin xolodilnik ichini chalkashtirib olgan. O'shnaqalar ham terib qo'yinglar. Sizlar opa, mana sizlar hozirdan tayinlanib boraveringlar. Bir kunda bitta polkani bo'lishib olsalaringlar, bir haftada tugab ketadi. To'g'risi-da. Bir kunda hamma oxirgi kuni qadaydi aptekachi, oxirgi kuni qiladi. Ertaga kelar ekan desa, bo'ldi, hali vaqt bor-ku deydi. Keladigan kuni ertalab sahar 6da chiqib bitirlashni boshlaydi.
borsangiz tizzadan korobkalar hamma yo'q bo'lib turgan bo'ladi. O'shaning uchun oldindan reja bilan nima qilinglar, keyin qiziqsalar olib o'qinglar, o'zlaringga bir men bermagan ma'lumotlar ham bor. Ko'pda agar men o'qitsam, o'zi GPP standarti 36 soatlikda. 36 akademik soat, bu yerda 18-20 soatga teng. Kalendar soatiga teng. Bu men o'qitadigan bo'lsam, to'liq sizlar 5 kun dars o'tishim kerak edi kechgacha. 5 kun 5-6 soatdan dars o'tsam, shu to'liq o'qigan bo'lasizlar. Lekin men bugun sizlarga eng qaymog'ini berdimki, inspeksiyadan qanday o'tib olish kerak. Inspektor bilan gaplashayotganda o'sha bitta savol bersa, shu bitta qoida bilib olinglar. Dorining sifati birinchi o'rinda, любой payt. Misol uchun nima deyish mumkin? Qabul qilyapsiz, nomuvofiq mahsulotlar chiqib qoldi, nima qilasiz deydi. Nima deysizlar sizlar? Dorining sifati birinchi o'rinda deyapmizmi? Demak, sifatsiz dorini aptekadan chiqarib olishga harakat qilaverasiz-da. Qaytaraman deydi. Akt bo'yicha qaytaraman. Akt tuzib qaytarib olaman. Qaytguncha qayerda turadi desa, karantin zonada turadi. Bo'l, brak zonaga nimaga qo'ymaysiz? Ha, bu hali brakligi isbotlangan yo'q-ku. U qaytariladigan. Agar unishtajeniya bo'ladigan, brak bo'ladigan dori bo'lsa, brakka tiqaman. Brak dorilarga nimalar kiradi? Aytinglar-chi. Brak. Birinchi o'rinda o'sha surov o'tgan dori. Ha, surov o'tgan, yana-chi. Noto'g'ri saqlash oqibatida sifati buzilgan dorilar, misol uchun avtoda qolib ketdi, qanaqadir narsa, sarg'ayib qoldi deylik, u ham o'sha brakda. Yana nimalar bor? Surovga ekan yaxshi uni. Yana nima bor? Yaroqsiz dorilarga yana kiradi, yolg'on poddelka dorilar tushib qolishi mumkin-da. To'g'rimi? Misol o'tgan yil, undan oldingi yili bo'ldi, nazaferon deyman yana. Zodak detskiy kapli Namanganda bitta tez yordam feldsher podvalda uyida zodak bilan anaferonmi nimadir qilayotgan ekan chiqdi-yu. Ras chiqdimi, sraz nima qilishlar kerak? Bunaqa holatda sraz o'zlaringni aptekalarni, polkalarni eslangga keladi. Menda kecha 20 ta oldim qaysidir distribyutordan. Kelasizda sraz olasizda poddelkasi bilan originalni qanday farqlasa bo'ladi? O'rganasiz. Misol uchun o'sha Zodikni saytiga kirasizmi, originalni yoki Sanofining saytiga kirasizmi? Qarasangiz baribir farqi bo'ladi-da qanaqadir joyda. O'shaqa farqlarni yonida g'adir-budur yo'q edi ekanmi, shunaqa ekan. Haligi poddelkada u g'adir-budur bo'lar ekanda originalda. Ko'rlarda yozmasi bor, bilasizmi? O'shanaqa chiqar. Ha, uni poddelkasi qilinmagan. O'shani raz oldingizmi, karantin zonaga tiqib qo'ying o'sha kuni. Aniqlik kiritmagunicha sotib qo'yishmasin, biror narsa bo'lib qolmasin. Keyin aytadi, 1-2 kundan keyin Sog'liqni saqlash vazirligi aytadi, mana poddelkali dorilar chiqdi. O'zi saytiga kirsalaring falsifikat dorilarda reyestri bor. O'shanaqa reyestrga tushib qolgan dorilar sraz aptekadan yig'ishtirib, brak zonaga tiqib yo'q qilib olish kerak. Yoki shartnoma bo'yicha o'sha sen menga falsifikat bersang, qaytarib olaman deganding, mana falsifikatligi isbotlandi. Olib ket doringni deb distribyutorga beraversangiz bo'ladi. Distribyutor zavodga qaytaradi keyin. O'shanaqa. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsalarim shu. Yana bitta narsa qolib ketdi, xavflarni oldini olish. Dorixonada mavjud shu jarayonda bu ham xavflarni oldini olib turish kerak. Ya'ni o'sha sizlarda o'tgan 2 yil oldin bo'ldimi, Dog1 Max bo'ldi. Xavfda bu ham 18 ta bola vafot etdi. Undan tashqari qanchadir reanimatsiyalarga tushib chiqishdi. Unaqa holatlarda qanaqa harakat qilishni ham bilishinglar kerak-da. Hali misol zilzila paytida yoki o't yong'in chiqqanda qanaqa harakat qilishni, bu ham bir jarayonda bilish kerak, instruksiya bo'lish kerak. Zilzila bo'lganda buni prayomlar, burchaklarda turib olish kerak deydi. Nimaga? Atta seysma poyez bor, hamma yoq tushib ketsa ham o'sha tushmaydi. Hamma yoq tushib ketsa, o'sha yerda iloji bo'lsa bunaqa stollarni o'sha yerga qo'yib olib turib olsangiz, tirik qolish ehtimolligingiz yuqori-da. Agar ikkinchi etaj bo'lsa, iloji sakrab chiqib keting. Yong'in bo'layotgan bo'lsa, chiqib keting. To'g'rimi? Yong'in bo'layotgan bo'lsa, iloji boricha o'sha yong'in bo'lmayotgan tarafdan chiqib ketish kerak yoki ayningni ochib yubormaslik kerak. Ayni ochsangiz yana battar yong'in keladi-da. Qoidalari bor. Endi brak dori tushib qoldi deylik yoki yaroq nima deydi, o'sha dorini Dog1 Max bor paytda nima deyilgan? Uylargacha uyma-uy uchastkavoylar, medsestralar uyma-uy yurib yig'ishtirib olishgan-ku. Biz uyda ham xaladingda turardi ekan, eng qiziq o'sha paytda. Men kelsam uyda turibdi Dog1 Max. Endi qarang, o'sha paytda harakat qilish rejasi, instruksiyasi bo'ladi.
provizor odam, farmatsevt odam har kuni ishni boshlashdan oldin ertalab kelganda kompyuter yoqadi, kassasini interneti bor edi. Shunday Chrome'ga kirib, sog'liqni saqlash saytiga kirib, falsifikatlar ro'yxati yoki nima deydi, черный spiskaga tushgan dorilar ro'yxati yoki o'sha brakligi isbotlangan dorilar ro'yxati yoki qanaqadir partiyada xatolik ketib qolishi mumkin, отзыв berishi mumkin-da, qaytarish. O'shaqa dorilarning ro'yxatini ko'rib qo'yish kerak-da farmatsevt odam. Lekin biz bilmaymiz qanday ko'rishni ham. Keyin dori vositani qabul qilayotganingizda yangi dori kelib qoldi deylik, tasavvur qiling, zakaz qildingiz, keldi. Bu dorini birinchi marta ko'rishingiz siz. Oldin ko'rmagansiz. Yoki eski doringizni yangi seriyasi kelib qoldi deylik. Uni muvofiqlik sertifikati bo'ladi. Registratsiya qiladi-da, O'zbekiston reyestriga, dori vositalar reyestriga kiradi. O'sha yerda bunaqangi sertifikat beriladi. Metrologiyada mana bunga berilyapti-ku, doriga ham shunaqa sertifikat соответствие deydi, muvofiqlik sertifikati beriladi. Bu sertifikati yo'q dorilarni siz dorixonada qabul qilishga ham, sotishga ham haqqingiz yo'q-da. Bunaqa dorilarni bizda nima qilinadi? Представитель keladi, aka, yangi kompaniyaga kirdim, o'zimizni Andijonda chiqyapti eksklyuziv. Ishlaylik, men doktorlar bilan ishlab chiqdim, aka, sizga qo'yaylik. Olib kel, nimaga berasanmi realizatsiyaga? Aka, 10 ta upakovka qo'yib turaman, keyin sotilishiga qarab olaverasiz. Bo'ldi, olib kel deysiz-da. Qolgan aptekachilarga bermagina deb yana. Menga o'zimga olib kel, men o'zim sotaman deysiz, 10 tani qo'yadi. U dorining sertifikati bormi? Yo'qmi? U haqiqiy dorimi? Registratsiya qilinganmi? Hech kimga qizig'i yo'q-da, eng qizig'i. Sotilaveradi. Doktor ham so'ramaydi, doktor ham bilmaydi bu narsaning borligini. Doktorni oldiga olib borish kerak birinchi o'rinda. Yevropada представительlar qanday ishlashini aytib beraymi sizlarga. Ular doktorni oldiga kasal priyom qilayotgan payt kira olmaydi. Kirishga haqqi yo'q. Doktor ham qabul qilmaydi. Misol ertalab 9 dan 4 gacha shu klinikada ishlayaptim, kirmaydi. U ko'chada obedga chiqqan paytda yoki mashinasiga o'tirayotgan paytda parkovkada borib gaplashib olmasa yoki sayt pochtadan biron narsa tashab unga bir konferensiyalar bo'lib chaqirib yoki ilmiy izlanishlar bilan qog'ozlarini, dorilarni, aka, doktor, bizni dorimiz yangi, mana effektliligi isbotlandi, mana bu saytlarda ilmiy izlanishlar bo'lgan. Shularni mana ko'rib chiqing desangiz, doktor keyin bo'sh vaqtda kechqurun uxlashdan oldin bir 8-9 da o'qib, hamma dannilarni o'qib, 100 ta kasalda 80 tasida yaxshi effekt bergan ekan. Bu demak yaxshi, bitta ishlatib ko'raman, menda shunaqa kasal bor edi.